vahimalik asar Qora Mushuk. Asar avtori İftixar munbaridan Farhodjon Tursun Sirliq. On 9. qism. Men oxirini o'ylashga jur'at qilolmay, dadam bilan inimni o'ylashga boshladim. Agar dadam menga boshla deb bergan bo'lsa, balkim bu kunni bo'lmas edi. Ular nimishqa meni tanlaydi? Yana nimishqa buni dadamdan so'ra deydigandi. Dadam bilan ular o'tirsa soat nimish bo'lgan. Tegi yo'q savollarning javobi beshimni rostla og'ritdi. Hozirgi eng muhim ish mush yerdan chiqib ketsam bo'ladi. Agar tumarni yushirolmasam, mening o'likim balki mushi idorning ichida qilishi mumkin. Men shularni o'ylab, ikki qo'limda tumarni tutib, birdan uxlab olish uchun ko'zimni yumdim. Qo'ligimga yiroqdan bir oyoq ovozi anglandi. Bu oyoq ovozi yiroqdan anglanib, bara-bara yaqinlab anglashga boshladi. Balkim sirtdagi koridordan kelgan bo'lsa kerak, oyoq ovozi yaqinlab, men o'ltirgan uyning oldiga kelib, jimib ketdi. Men emas, shovog'imni sezgan bo'lsa kerak, ko'zni bir o'lib etib, o'rnidan turib, o'tin sirtdagi uyga qarab mangdi. Mening ko'zimmi eshikka tikildi. Shovog'ning eshigini ochish bilan menmi bo'ynimni ustiga suzib, eshikning sirtiga qaradim. Bayamtega oyoq ovoz kelgan, odam yo'q-ku. Shovog' o'z-o'ziga shundoq deb qo'yib, kayniga o'rilib, eshikni yopishga tamshaldi. Eshik endi yopilay deyishiga, men eshikning sirtidan bir narsaning tez suratda uchib o'tib ketganini sezdim. Meni ozroq qo'rqinish qopildi. Endi uxlasam bo'lmaydiganligini sezib, kollamni ozroq silkib etdim. O'ylab baqsam, mush yerga bir kirgancha hojatxonaga chiqmabdiman. Qistab qolgan edi. Shovog' qaytib yana uxlash uchun putini suzishga tamshaldi. Ey, xanzochi gap qilsam aniqli ovozchilik qilaman. Nima desam bo'la? Qanday qilsam hojatxonaga chiqadiganimni tushuntira olaman. To'g'ri. Kollamga bir aql keldi. Asta o'rnidan turib, tumir rishatkaning oldiga keldim. Qo'limda yengil tumir rishatkani urdim. Shovog' ko'zini ochib, menga qarab, "Nima ish bo'ldi?" deb so'radi. Men ikki qo'limni sal tugilibroq o'tirib, sirtni sharatildim. "Xanzochi so'zsam bo'lmaydi-da. Men boshqa amalni deysam qamlashmasa." Shovog' o'rnidan turib, hojatga chiqamding. Turibdi, men ishini ochib beray." deb kelib, tumir rishatkalik uyning eshigini ochib bo'lgandan keyin, "Yura!" deb meni sirtga olib mangdi. Odam sirt yursa, ozroq bo'lsin azodchilik bo'lgan juma. Men ichimda rozimilik tuyg'usi bilan Shovog'ning kaynidan ergishib mangdim. Shovog' avval meni eshikning sirtiga chiqargandan keyin keynimdan chiqdi. Men eshikdan chiqib, avval atrofimga bir qarab etdim. Bayamqi eshikning sirtida anglangan oyoq ovozi ham ushib o'tib ketgan narsa meni ozroq qo'rqinishga sabab qilgan edi. Bu bir uzun suzilgan koridor bo'lib, men o'ltirgan uy koridorning eng oxiriga joylashgan edi. Ham koridorning tuki ovoz orqali yandigan bo'lib, Shovog' meni boshlab koridorning beshiga elib mangdi. Bu qorong'i koridor jimjit bo'lib, boshqalarning hammasi ishdan tushib ketgandek qiladi. Men bir derazadan sirtga qaradim. Sirtmi qop-qorong'i bo'lib, onda-sonda kirayotgan yoki chiqayotgan mashinalarning chirig'ining yo'riqini ko'rgili bo'ladi. O'ylab baxmabdiman. Men boshga kirganda kichik bir soqchi idorasi o'xshaydi debdiman. Amaliyotda bu idora haqiqatan cho'ng edi. Bayam atrot boshlig'ining yana bir soqchiga dadam bilan inimni darvoza sirtiga ochib qo'ygan degini bekor emaskan juma. Agar bilmaydigan odam bo'lsa, bu idoraning chiqish eg'izini topolmoqdik. "Kira, mushu shu, so'l tarafdagisi kirgan juma." Shovog'ning qo'lini sharatab turgandan ittik ish tarafga qaradim. Shovog'ga bir qarab qo'yib, ichiga mangdim. Uning degini bo'yicha so'l tarafdagisi erlarning hojatxonasi edi. Men ichiga kirib, oxirgi bir o'ringa kelib, ishni ochib kirib o'ltirdim. Xeyli uzun o'ltirdim. Bir kun bo'ldi emasmi? Tuyuqsiz usti tarafimda bir narsaning ovozi anglandi. Ittik ustimga qaradim. O'ltirgan o'rnimdan surilibla bir bulonga suluqib qoldim. Bir tuman alvastisi ikki ko'zini qizartib, menga qarab turibdi. Men bo'lsam pastda, u bo'lsa ustimdagi eshikning so'l tarafidagi girvikda menga qarab xuddi bo'ynini suzilgandek qiladi. Yuragim gup qilib tiz so'qib ketib boradi. Uning ko'zidan ko'zimni elib qocha olmadim. Agar uning ko'zimni elib qochsam, tuyuqsiz etilib kelibla meni o iskeletga aylantirib qo'ysa, o'zimning qandoq o'lib ketganini bilmay qoldim. Shunga menmi yuraklik bilan uning ko'ziga tikilib qarab turdim. Lekin qanchalik qo'rqotganimni o'zim bilaman-da. O'limim hojatxonada qolsa tozimiz sachilib bo'lmamdi. "Ey shokchik, nimadan chiqmaysa?" Erlar hojatxonasining eshigi ochilib, Shovog'ning ovozi anglandi. Tuman ovozchisi beshini shappada Shovog'ga borib, deraza tarafdan chiqib ketdi. Deraza men o'ltirgan o'rinning ust tarafida edi.
To'yuqsiz yon pishimning islatqinini sezdim. Hey, chiqa bu yoqqa. Bo'lmasa, o'zim tortib chiqaman. Shavang boshdagi eshikni ochishga boshladi. Men asta ishtinimni bir silkib etib, eshikdan sug'urilib chiqdim. Shavang ishtinimga qarab, hadab kulmoqda edi. Birni tilib etgandan keyin, "Eli siz puratmay o'ltirasan-jimi? Eli bika sirtqa chiqib, qo'lingni ko'yzi silab, to'rik chetib qo'ymay." Shavangni oldida menib, hojatxonadan chiqdim. Odul meni sulaydigan uyga qarab mandim. Lekin keynimda bir narsa bodahlik qilyotdim. Keynimga o'rilib qarasam, hech nima yo'q. Bu qorong'i koridorning tuqumi mening mog'andagi oyoq ovozimga ayishib yurayotdi. Men ishni oldiga kelib to'xtadim. Shavang ishni ochib bergandan keyin qayta bir qatam keynimga qaradim. Lekin ittik kirib ketdim. Bir tuman alvastisi texi yangili o'chgan bir chiroqqa eslib, men qarab turayotdi. "Hey, to'xta!" Shavangning gapini anglab, to'mir shakliq o'yning oldiga kelib bo'lgan edim. Ittik to'xtadim. Shavang oldimga kelib, bo'ynimga qaradi. Menmi bo'ynimga qarab, ittikla Shavangdan o'zimni olib qochdim. Keynimga bir qancha qadam yenib o'tib, qaytib bo'ynimga qaradim. Mana endi ish cho'ng'i chiqadigan bo'ldi. O'zimning o'limi ko'z oldimga kelib bo'lgan edi. Baya hojatxonada bir bo'ling'i surilib qolganimda, qandoqsiga sirtga chiqib qolgan, bo'ynimdagi tumor ko'nakning ustiga chiqib qolgan edi. "Nima bo'yningdagisi? Akilay men ko'rib baqay. To'nogisini aqtirganda ajab bayqamapmiz-ku." Shavang shundoq deb qo'lini bo'ynimga uzatdi. Men yana bir qancha qadam keynimga surilib, Uyg'urcha "Yaqin kelma" deb varqirab ketdim. Holatim bakmi bechora edi. Men qo'limda tumarni ching tutib oldim. U bo'lsa oldimga kelib, qo'limni ajratib, tumarni elishga urinayotdi. Shu daqiqada uning keyin tarafida ikki tuman ovozsiz paydo bo'ldi. Shavang hadab qo'limni ajratib, tumarni tortishga urindi. Men bo'lsam, ikki ko'zimda liqin yosh. Hadab tirkishatdim. Chunki tumar uning qo'liga chiqib qolsa, u alvasning qo'lida o'lsa, men balkim Qur'onning qo'lida o'lishim mumkin edi. Lekin Shavang tumarni ololmay turibla, haliq ikki tuman alvasiz kelibla Shavangni o'rib oldi. Men bo'lsam, keynimga necha tajib, keynimdagi tomga so'qildim. Ular bo'lsa, Shavangni havoda hadab cho'g'iltatdi. "Aa!" Shavang qattiq bir vaqirib etdi. Men o'rnimdan shundoq tez turibla, o'ng qo'limda Shavangni sharatlab, "Yo'q, uni qo'yib!" deb qattiq vaqirib ketdim. Ular xuddi mening gapimni tushungandekla Shavangni havoda necha cho'g'iltib, pangida tashlab etdi. Shavang avval tomga bir so'qilib, o'zi o'ltirgan o'rindiqning yonida 3 kishilik bir o'rindiq bor edi. Shu o'rindiqning ustiga tushdi. Hali tuman alvasti bo'lsa, Shavangning qalbida bir nechini aylanib o'tgandan keyin mening yonimga kelib, ko'zimning ichiga qarab, qo'limdagi tumanni ko'rgandan keyin kendi yenib mendan 1 metr orliq qoldirib qo'yib, havoda laylab joyida jim to'xtab qoldi. Shavang bo'lsa, o'rindiqning ustidan seyrilib, pastga tushib, jim bo'lib qoldi. Men tuman alvastisidan yiroqroq yondab berib, Shavangning yoniga keldim. Ittik uni o'rib ustiga qaratdim. "Qo'lingni tort!" Sirtdan haliqi dukulachchi saqchi kirib keldi. U ittik Shavangning beshiga kelib, so'ng zip o'ltirib, "Shavang!" deb o'lik varqirdi. Ham ittikla manqardi. Men ikki qo'limni ittik ustiga qaratib, "Yo'q, men emas" deb o'ksib yig'lab ketdim. Shavang ko'zini ochmay bir nechini yutilib o'tgandan keyin, "Yo'q, bu kichining ishi emas ekan. Lekin uning bo'yindagi tumarda masala bor ekan." U shundoq deb ovoz bo'shab ketdi. Lekin ko'zimda yosh tomchilayotdi. Balkim bir o'lib terilgan odam shundoq bo'ldiga o'xshaydi. "Nima tumar aka? Akila?" To'qilachchi saqchi men qaradi. "Yo'q, qo'lingni uzatma. Bo'lmasa senmi mendek oqibat qolsa. Atraf boshlig'ining dini rost ekan. Buningda rostla masala bor ekan." Shavang shundoq deb beshini men tarafga burdi. "Nima? Atraf boshlig'i? Bo'ldi, avval turib baqa. O'rnidan tura olamsa, bo'lmasa doktorxonaga telefon berayli." U shundoq deb Shavangni yulab o'rindiqqa o'tirg'izdi. "Zoda nima deyapti? Atraf boshlig'i nima degan edi?" "Atraf boshlig'i." Shavangning gapi tugmay turibla, eshikdan oldirab atraf boshlig'i kirib keldi. U Shavang qarab, ittik oldiga kelib, "Shavang, nima ish bo'ldi? Buni kim qildi?" oldirab so'radi. Shavang asta manqardi. Atraf boshlig'i intayin tez suratda yendigi tapanchasini chiqarib manqartishig'la. Shavang eg'ir oldiga qaramay, ittik o'rnidan turibla, qo'lini pastga pesvelib, "Yo'q, atraf boshlig'i, uningga qo'lingizni uzatmang." Shavang shundoq deb bo'libla, so'ngzib yerda o'ltirib qoldi. Atraf boshlig'i bilan yana bir saqchi Shavangni yulab, qayta o'rnidan turg'izgandan keyin,
Degine Şavan, nemişki bundaq boludu? U qandaqsiga sen bu halga tushirib qo'ydi. Şavanın ustidagi soch formasi tuman alvasisi hujum qilganda titlib ketgan bo'lib, qo'lning beg'ishlari echilib qolgan edi. Kiyimlari jo'l-jo'l bo'lib, badanining nachiyalari xuddi chitqarda hardiratgandek bo'lib ketgan edi. Şavan aran gap qildi. Yo'q, u emas. Balki uning qo'lidagi tumar. Tumar? Atraf boshlig'i shundoq deb qo'limda chin siqinib tutayotgan tumarga qaradi. Shundoq, men bayam uni hojatxonaga chiqqan. Yenib kirishimda uning bo'yindagi tumarga ko'zim tushib qoldi. Bu tumar haddidan ziyodabek paqiraydi ekan. Ko'rib beqish maqsadida tumarga qo'limni uzatsam, tumardan noma'lum ikki narsa chiqibla meni chirmab oldi. O'zimmi nima narsa ekanligini bilmadim. Faqat badanimni ordayotgandek sezim bo'ldi. Shuning bilan varaqirab ketdim. Elimi bu kichik to'sib qoldi. Bo'lmagan bo'lsa buchoqcha. Şavan shundoq deb jimib qoldi. Atraf boshlig'i o'rnidan turib, o'yini bir aylanayotgandan keyin avval mening ko'zimga, ondan qo'limdagi tumarga qarab qo'yib. Bo'ldi. Sen yotoq chiqib aramag'in. Etiganlik seni izlab kirma. Bu bir necha kun o'yin aramag'in. Bu taraf kishlarni o'zim bir taraf qilay. Lekin eson bo'lsin. Bugun kechit kishlarni boshqa biriga tinib qolma. Bo'lmasa, uchandagi saqchi formasi tutilib ketish emas, senilib ketadi. Tushundingmi? Şavan bilan yana bir saqchi atraf boshlig'ining og'ziga qarab hayron qilgan edi. Bu yana bir saqchi atraf boshlig'iga qaradi. Atraf boshlig'i bu ishlarni boshqalarga tushuntirishga amalsiz qolmas. Ham idora rahbarligimi ishonmaydi. Qattiq maxfiy tutinglar. Şavan man qarab, "Amsa bu kichikcho." Atraf boshlig'i man qarab qo'yib, "Uni nervisi masala bor deb nerv kasalliklar doktorxonasiga olib qo'yayli. Uning arxiviga nerv kasal deb urilsa, keyin boshqalarga desimi hech kim ishonmaydi." Şavan man qarab, "Nimishqa nerv kasalliklar doktorxonasiga olib qo'ymas? Uni udulla o'smir jinoyatchilar turmasiga olib qo'ysaklar bo'ldi-ku." Ras, Şavan to'g'ri deydi. Uni nerv kasalliklar doktorxonasiga olib qo'ysak, sal ishib ketamdi nima atraf boshlig'i. Agar uni olib qo'yatmasak, u yak bardigan odam sen bo'lsa. Şavan tushundingmi? Sen ham shu. Sen uni hozir solab qo'yib turgan. Tong atganda ondan nerv kasalliklar doktorxonasiga olib qo'yayli. Atraf boshlig'i shundoq deb yana soqchiga meni sharatildi. Kirachiga. Men asta yana tumar shaklib o'ynashga usulandim. Atraf boshlig'i bilan yana bir soqchi Şavan yo'lab chiqib ketdi. Men yana tomga yo'linib o'tirib qoldim. Hey, bu nochida faqat jimjitlik hukm suratdi. O'zim yolg'iz atrofimga qarab ketdim. Xuddi ular mushu yolg'izligimdan foydalanib kelibla o'ltirtirdigandeklar. Vaqtning asta-asta o'tishiga rostla bardoshlik berilmay qoldim. Ko'zimdan tomchi yoshlar eqib ketib boradi. Nemishqi bu ishlar mening beshimga keldigandi? Dunyoda nurg'un insonlar turib, bu olvoslar nemishqi meni tanlaydigandi? O'zimni rostla qo'yib xeyli uzoq yig'ilgandan keyin ichim sal bo'shab qoldi. Ko'zlarimni yosh shuqi bilan namlanib, qachonlardan uxlab qoldimkin, uxlab ketibdiman. Koridorda kimlarningdir oyoq ovozlari anglanishga boshladi. Men osti beshimni ko'tarib, uyning ichiga qaradim. Bu uyda o'zimdan bilak hech kim yo'q edi. Tuyuqsiz eshikdan atraf boshliq kirib keldi. Uning chiroyi boshqacha bo'lib, bir xil jiddichilik qoplaganda qiladi. U udul menba uyga kelib, tumur shirkatlik eshikni ochib, meni qo'lda eshikdan chiqishga sharatildi. Ichimda agar rastilla nerv kasalliklar doktorxonasiga olib borsa, yiliq ablaq doktorxonaga olib borami deb o'ylayotdim. Agar rastli u doktorxonaga olib borsa, buni bir hisobda yaxshi bo'ladi. Lekin dal uning aksicha bo'layotdi. O'ltira. Atraf boshlig'i Şavanning o'rindig'ini sal o'tirib, qo'li orqali meni o'ltirishga buyurdi. Hey, bu nima shop ketdi? Cho'qim bir ish bo'ldi. Bo'lmasa mening bu yerda o'ltirishim hargiz mumkin emas. Ichimda shuni o'ylab, atraf boshlig'iga qaradim. Qo'rqma. Senda so'raydigan kichkina bir ish bor. Uningdan keyin chiqib kelsam bo'ladi. Atraf boshlig'i shundoq degani bilan uning ko'zlari bir ishdan ansirayotganligini bilinib turibdi. Sirtdagi eshik ochilib, oqshom Şavanni ochiq qo'ygan soqchi kirib keldi. Atraf boshlig'i, Şavan ko'rdingizmi? Ha, men uni sen uxlayotgan vaqt yurtiq yo'liq selvatdim. Menga telefon beribdi-ki, uyimda jiddiy ishim chiqib qoldi edi. Shuni sen uyg'otmayla, o'zim chiqib mashinaga selvatdim. Ansirma. Atraf boshlig'i shundoq deb uningga qaradi. Lekin men boshqacha his qilayotdim. Ha, men texnik ketganda deb nima qilsa edi. O'rnimdan turib qarsam yo'q. U soqchi shundoq deb kayniga yenib bo'lib, yana kayniga o'rildi. Lekin atraf boshlig'i, men qarsam, uning kiyimlarining hammasi joyidiki, hech bir narsani olganda qilmaydi. Oqshamashi yirtilib ketgan formas bilan yotgan.
Qarsam u kiyimlerim yo'q. Aşu yırtık kiyimleri bilenlik etmegendi. Atrat başlığı çıraydan bir xil echingan holatni itga ushirib, onunğa kulimsirab qarab. Ha, yerim yolda almashtırıp olay deyendi. Şunu men bu qarşılık qilmadi. Bek ciddi ishi aka. 15 kunlik ruxsat berdi. Ha, emis bo'pti. Endi xotirjam bo'ldim. Bu shavoniza döpmi qo'ymay ketganni. O saqchi shundoq deb ishini yetib bitib chiqib ketdi. Atrat başlığı o'rnidan turib berib, ishin ishidan taqvatgandan keyin qayta o'rniga kelib o'tirdi. Ondan eg'ir bir usunib etib, Bilime. Sen çokum bu işlerinin sebebini biladigan birden bir adam. Şuna bana dep berishingni umid qilma. Atrat başlığının qilgan bo'layim kepidan ham umid qilmam deganidan yuragim ko'pida qilib qoldi. Bu herkesmi yaxshilikning bishorat emas. Albatta bir atrat başlığının menga bundoq gap qilishi herkesmi oson emas edi. Men sal qalamni yig'ib unuga qardim. Bilemse, akşam keçide ben Kur'an'ı sana tanlap oğunumda. Ben senin kainatki küçlük çırak nuru da man qarab tuğan bir cüp kızıl nurluk közlü gördüm. Ben cin alvastaq şenmeyme. Lekin, akşam kışdan keyin mende işkiliniş peyda oldu. Hem bugün etiyen yüzbege iş beni rastlı gangırtıp koydu. Şu men senin yardımına muhtaç. Hiç qalamda o'tmay o'tdi. Atrat başlığının ochiqil deyishini umid qilib, onun ko'ziga qarab turdim. Balkim maqsadimni tushungan bo'lsa kerak. Og'ir dedi. Şavan yerim keçid yo'qolib ketdi. Men barliq kuzatish apparatini tekshirib chiqdim. Lekin uning yotiqidan chiqqandek ko'rinish yo'q-ki. Yotiqning ichida g'oyib bo'ldi. Men burun 3 septishimda ayrilgan. Şavan men bilan bir ishxonada o'tirib ishlagani 4-5 yil bo'ldi. O mening shogirdim edi. Agar uningdan ayrilib qolsam bo'lmaydi. Shunga kichik. Gerçi ismini bilmasam-mu, kichik deb chaqiray. Menga yordam qil. Şavanning nədlikini faqat sen bilasan. Atrat başlığı menga umid nazar bilan qarayotdi. İçimde qandoqsiz yo'qolib ketdi. Acaba ular Şavanni akşam öldürmegini bilan tutib ketgan o'xshamamdi. Lekin hozir uning nədligini o'zimmi bilmasam. Men oxiri so'zlashga majbur bo'ldim. Lekin endi xalqcha so'zlamasam bo'lmaydigan yerga yetib qolgan edi. Oxiri beshimni bir pastga qartib etib, qaytadan ko'tardim. Uni balkim tuman alvastisi tutib ketgan bo'lishi mumkin. Nima? Tuman alvastisi? Atrat başlığı sal ciddiyleşip sordu. Men boynumdaki tumanı körüstüp. Ular muş tumanı qoğdap kelyotidi. Men mi bilmeymen. Lekin akşam sizning shogirdingiz bu tumanni tutmaslik kerak edi. Belkim ular Şavanni şunu tutib ketgandi. Kechiring. Bo'ldi. Hozir kechiringni qo'yib, ular qandoq topimiz? Men shuni deb bergan. Jinim chiqib ketsimi, Şavanni qutqizmasam bo'lmaydi. Atrat başlığı o'rnidan turib oldimga kelib, menga qaradi. Çoğun tipdagi vahimelik asar Qora Mushuk. Asar avtori İftixor munbaridan Farhodjon Tursun Sirliq. Yigirmanchi qism. Atrat başlığı o'rnidan turib oldimga kelib menga qaradi. Yo'q, ularni men topolmayman. Faqat o'zgilidi. Doim mush tumarni boshqalar tutimiz deganlar paydo bo'lib qoldi. Agar tutib qolsa, ularni o'ldirdi. Nima? O'ldirdi? Shundoq o'ldirdi. Men shundoq deb beshimni ko'tarib atrat başlığı qardim. Atrat başlığı xuddi tigi yo'q anga tushib ketgandek jimib ketdi. Lekin amal yo'q emas. Siz menga yordam qilishni xohlasangiz, balkim Şavanni qutqizib qola olishimiz mumkin. Men bu tumardan qutlatdim. Chunki hozir men tumardan ayrilsamla, ular menimi o'ldiritish mumkin. Men shundoq deb beshimni tuvan silib, ko'zimdan tomchilagan yoshni surtdim. Atrat başlığı menga qarab, Bunu sana kim bergen? Kim şundak dedi? Buni yurtimdagi bir o'qimishli kishi bergan. Uni o'z joyiga olib qo'ygan degaydi. Lekin bu kishini bu tuman alvastisi o'ldirib etdi. Men hech o'zimni to'xtatolmay qoldim. Degine, sen qandoq yordam qilma. Şavanni qutqizg'ili bo'lamdi. Atrat başlığı shundoq deb menga qaradi. Men beshimni ko'tarib atrat başlığı qarab. Lekin bir kishi bu tumarning haqiqiy sirini bilishi mumkin. Mayli tirik bo'lsin yoki o'lik bo'lsin, uni ularning qo'lidan qutqizib chiqmasa bo'lmaydi. Shunga degine, sana qandoq yordam qilma. Atrat başlığı beshini menga egib so'radi.
Men azroq umid tutulib, "Dadam, avval enimni yo'lga selversin. Ondan u menga ba'zi ishlarni depamoqchi bo'lgan. Balkim yo'qolib ketganlarning sirini bilishi mumkin." Atraf boshlig'i, Dadamı bu tumarının sırrını bilem da. "Eliqi o'lib ketgan o'qimishli akam deb beribdi-ki. Lekin o'lib ketganlar bilan qancha munosabati yo'q. Ularning hammasi mushtumarni elib olamiz deb o'lib ketdi." Men shundoq deb beshimni tuvan silib pastga qardim. Nima? Qaysi ölüp ketkenler? Atraf boshlig'ining sal qattiq ovozidan men sal cho'chidim. Xuddi deyishga bo'lmaydigan gapni davatgandek. Eliqi yurtdagi 3 nafar odam ham Yoqubning ayoli. He, asli mundaq kende. Boldi. Hazır olanı koyup, men kılıdığın yardım, dadağını tepişme ondaqda. Men hem dadamni topamiz. Yana bir odam botdi topadigan. Atraf boshlig'i, Digine, kim o? men sal o'ng'aysizlanib. Tünögün sizlar nerv kasalliklar doktorganizda operatsiya o'tgan heliq kishi. Chunki uning tinidan kelgan poroq bilan tumardagi poroq o'xshash. Shunga u cho'qim bir ishni biladi. Sizmi oldingiz, u tünögün kiribla bu uyda alvasti bor ekan deb varqirab ketdi. Atraf boshlig'i birozda o'yinib ketdi. Men bu beshini tuvan silib, uning biriga qaror chiqarishni kutib turatdim. U menga pat-pat qarab qo'yatdi. Malqol, senin diginindek bolsun. Lekin, menden bire işini yoşurma dep oylama. Bileme, sen tumarda qutuluşunu oylaysa, men Şavan'ı qutquzuşunu. Şuna, sen meni hissiyatımni tushunishini umid qilma. Men kichik beshimni ko'tarib, ma'qul deb beshimni lashitdim. Men xuddi eg'ir bir yukni ortib olgandek bo'lib qoldim. Aslida besimning eg'irligidan orom turvassam, bu Şavan'ning yo'qolib ketishi texmo eg'ir bir yukni ortib olgandek qilib qo'ydi. Sen onu nerelikin bilemse? Atraf boshlig'i menga qarab turibdi. "Kimni deysiz?" Men tushunolmay atraf boshlig'iga qaradim. Akşam nerv keselikle doktorxonasiga olib etgan odamni-ku. Men beshimni lashitib, "Yo'q, uni yana bir soqchi elib chiqib ketgan. Lekin meningmi bilgim bor. Agar undan so'rasam, u cho'qim ozroq bo'lsin bilatdi." Atraf boshlig'i sirtqa mang'ach. Turibdi, men so'rab baqay. deb ishni bitib chiqib ketdi. Endi qanday qilish kerak? İşlerinin bu derecede eğrilip gitişini başta fakat bilmektimen. Endi atraf boshlig'ining aralashib, yana kelib u degan saqich tursa, hey. Uzoq o'tmayli ishga ichilib, atraf boshlig'i kirib keldi. Men bu uyning kirish eshigida turibla. "Yure, onun nerelikin bildi." Men o'rnimdan turib, uningga ergashdim. Biz eshikdan chiqib, koridorning 5 tarafiga qarab mandik. Xili uzun mangandan keyin o'ng tarafda bir chiqish eshigi ko'rindi. Men kirganda bunchalar uzun mangandek qilmagan. Hozir ajab uzun kelib ketdi. Men shularni o'ylab, bu ikki qanoti bor aynakli eshikdan chiqishimga atraf boshlig'i eshik oldidagi bir pakar 4 kishilik mashinaning eshigini ochib, meni mashinaning orqa o'rindig'iga chiqargandan keyin o'zi oldiga chiqib, mashinani o'rnidan qo'zg'atdi. Biz mashinalik bir qancha minut mangandan keyin ondan cho'ng bir darvoza ko'rindi. Men darvozaga qarabla tenim ozroq shurgunib ketdi. Darvozaning ikki tarafiga qo'yilgan ikki egiz qanot haqiqatan haybatli edi. Sirtdan qarasa, bir qatim bu idora kirgan jinoyatchi ikkinchilab kirmaslikka qasam qilgandek qilibdi. Oldidagi tok eshikning osti ochilishi bilan mashina darvoza sirtiga chiqdi. Men mashinaning keyni anikidan orqamga qarab o'zimga "Shurjimi?" deb tasalli berishga ulgurdim. Darvozaning ikki tarafiga silinib, ustiga tutashtirilgan qismining qoq o'tirisiga qadalgan hayvatli to'lat kirbi men ixtiyorsiz xiyollarga boshladi. Hey, men bu soqchi bo'lib qolsam-chi? Shunday hayvatli idorada xizmat qilsam, do'stlarim g'alabdan qolsa, jinoyatchilar meni ko'rsa, qo'rqib titrab ketsa, qo'l ostida necha 10 yordamchi soqchilarim bo'lsa. Hey, onu men chaqirib chiqay bu yoki sen kirib so'rabsa? Atraf boshlig'ining ovozi bilan xiyollarim qayiqlarga to'qayib bo'ldi. Ichimda ozroq o'tirib qo'yib, "Men kerak, u oltirib tepolmaydi. Xohlasangiz, atgalikka kelsangiz, balkim u men bilan birga yenib chiqishi mumkin." Emiz avval dadangdan so'rab baqayli. Mening hozir hammadan oldirayotganim Şavan. Onun bir ish bo'lishi xohlamayman. Shunga vaqtni isrof qilma. Men atraf boshlig'iga qarab, "Yo'q, bilamsiz, agar dadam bu ishlarni menga deb bersa, u chuqum o'lib ketadi. Men uning bunday o'lib ketishini xohlamayman. Uning 2 kun bo'lsin uzoq yashashini umid qilaman." Men shunday deb derazadan sirtqa qardim. "Nima? Dadam o'lib ketadi?" Atraf boshlig'i shunday deb orqadan ko'rish aynigidan men qaradi. "Shunday o'lib ketadi.
Chunki ular bildigan har qanday odamni hayot qo'ymaydi. Shunga men sizga ko'p deb bera olmayman. Yana kelib siz degan men shundoq deb uning uchisidagi ko'k rangli yarashimli xizmat formasini qaradim. Atrat boshlig'i mening nima demoqchi bo'lganimni sezgan bo'lsa kerak, o'zining xizmat formasiga qarab qo'yib, oldi qarab mashinasini haydaverdi. Alaydir yarim soat mangandan keyin mashina bir doktorxonaning oldiga kelib to'xtadi. Turib to'g'an. Men kirib doktorlar bilan ko'rishib boqay. Lekin sen bu bundaq jim turib olma. O'zing uchun, dadang uchun, shavang uchun bo'lsinmi? Men atrat boshlig'ining gapining ma'nosini sezib, beshimni yenik langshitdim. Atrat boshlig'i mashinadan tushib, o'dil doktorxona ichiga kirib ketdi. Yuragim sal-sal so'qib ketib boradi. U menga deb berami? Yanadagi saranlarni oldigan gap. Men mashinaning oldi aynikidan bir doktor bilan atrat boshlig'ining chiqayotganini ko'rib, tayyorlik qilish uchun o'zimni tushunmaydigan gaplarni qilib, beshimni qalayimga midirtib sinab baqdim. Ha, bo'ldi ekan. Endi uning bilan ko'rishish uchun mushunday qilsam bo'lmaydi. Agar atraf boshlig'i degandek uni avval yondirib chiqib, so'rasam dabbasiga dabbadi. Dabbamsa, saranliq tutsa uni yana qaytarib kelish hargiz osonga to'xtamaydi. Shuning uchun bu yerda bir kecha japotasammi, mush yerda so'rg'inim yaxshi edi. Agar bilgan taqdirdami, atraf boshlig'i degan hamma saqchi. Agar uning biror yomon ishi bo'lsa, eg'iz echishi asla mumkin emas. Hem tuman alvastisi hücum qilib salsimi, sirtqa qaraganda bu yerda sal yo'g'ishtirmoq oson. Lekin, hey, uning o'lib ketishini xohlamayman. Şoňa maňa dep bergen ekan, uni cho'qim qo'g'dishim kerak. Lekin hozir o'zimni qo'g'dayolmayapsam. Men shularni o'ylab bo'lguncha atraf boshlig'i bilan bir oxilatliq doktor mashinaning oldiga kelib bo'ldi. Sirtdan kelgan ovoz qo'lqimga kirib qoldi. Vanxuy, bilese, doktorxonamiz azaldan saq bemorlarni qabul qilmaydi. Bu ish o'zing kepse, yordam qilmay amalim yo'q taqildi. Lekin bu kichikni et degan mas'ul doktor shiqich bo'g'ich qaytirib ketishing kerak. Bo'lmasa, men xizmatimda ayrilib qolaman. Yana bu kichik qanday qilishni deb qo'ygansan-a? deb menga qaradi. Atraf boshlig'i, "Ansirma. O qanday qilishni o'zi biladi. Sen faqat tiriga bizning xizmatdoshlarimiz akagan, eliq sarang bilan birga yotoq akirib qo'ysanglar, men qilgan eng cho'ng yordamim bo'ladi. Agar bu kichik ish bo'lgan bo'lsa, hergiz bu seni oldinga o'zim kelmagan bo'ladi." Atraf boshlig'i shundoq deb meni mashinadan tushishga sharatildi. Men mashinadan tushib, ularning oldiga keldim. "Amisa Vanxuy, men bu kichikni kirib ketdim. Mangmi az. Kim meni sening savoqdishing bo'lib qolsin debdi." Asli atraf boshlig'i bilan uning yendigi doktor savoqdashgan emasmi? Doktor shundoq deb mening müyramdan tutib, ichiga elib menga shatamshaldi. Atraf boshlig'i itik müyramdan tutib, keynimga qaratib, "Amisa, Shavangning hayot yoki o'likligi san bog'lanishlik bo'lib qoldi. Bu yolg'iz Shavangning hayoti bilan emas, ham sen bilan, dadangning uningdan burun yo'qolib ketganlarning hayoti bilanmi taqishadi. Sening farzanding to'g'ri chiqishini umid qilaman. Qani, menga" deb keyniga bir qadam chekindi. "Dadam, inimni yolg'iz yo'lga silib qo'ya olmaydi. Siz cho'qim inimni yo'lga silib qo'yishga kapolat berishingiz kerak." Men shundoq deb atraf boshlig'ining ko'ziga qaradim. "Uningni ansirma. Men inani saqchilarning qo'liga topshirib, uni bexatar Shinjongga chiqib qo'yishni taplab qo'yman." "Ansirma kichik. Vanxuy degan munavvar saqchi. Sen boshqani o'ylamay, at-atganlik chiqib ketishni o'yla. Qani, yura" deb meni ichiga elib mangdi. Men bir qancha qitim keynimga qarab, doktorxona ichiga mangdim. Meni boshlab mangan doktor bir qancha aynak eshikdan kirib, o'ngga ozroq mangandan keyin bir kenar ketgan maydondan kirish eshigiga keldi. Bu maydonning tegi butunlay chimliq bilan qoplangan bo'lib, bu yerda nervigisli bor nurg'un odamlar mengib yuradi. Ba'zilari kitobni ta'tir tutib bilan desa, yana ba'zilari kort o'ynayotdi. Men birdam qarab turdim. "Yura, men sana yotiqingni ko'rsatib qo'yay" deb keyniga yondi. Menmo keyindan agishib mangdim. Biz hozir turayotgan o'rnimizdan keynimizga yenib sol tarafga mangdik. İki taraf butunlay nerv kasalliklar yetadigan yotoq edi. Biz ozroq menib koridorning o'ttirig'iga kelib, sol tarafdagi bir yotoqning oldida to'xtadik. Doktor kirib, meni eng oyoqidagi bir karvatning oldiga keldi. "Mush sening karvating. Sizlar izlaydigan bemormi? Sening qarshi tarafdagi karvat yotadi. Sen saq. Ular nervisidan ketgan. Shunga bir ahvol yuz berib qolsa, ishning yanidagi choplab o'tilgan o'rindagi kunib kun kichab bassang, amallik bilimning qo'g'dash xodimlari xabar topadi.
Әмісі әмен chiqib ketdim. Sen bu yetki tamoqlarni yemasliging mumkin. Shunga uchta sana bir necha tal mo'may kirib beray. deb chiqib ketdi. Yotoqda hech kim bo'lmag'achqa ham bir oqshom xotirjam orom ololmag'achqa o'zimni tashlabla uyquga tushdim. Qanchalik vaqt o'tdi noma'lum. Yuzimga tekkan sovuq suvdan cho'chib o'rnimdan turdim. Saqqa, xufe saran uxlayamay. Gündüzüm uxlaydigan saran kemavi. Kallamda ikki nerv kesel shundoq deyishib kulishayotdi. Qo'lga qarsam bir potlukini ko'tarib olgan bo'lib, bayon potlukida yuzimga suv cho'chqa edi. Uyqumning buzlig'ida ham uyqumni ocholmay turganimda ularning saran degan gibi rosa nervimni qaynatib etdi. Nima qilishyapsan? Nimaga yuzimga suv cho'chsan? Kallanın suyu bormi? G'azab bilan varqirdim. Mening g'azab bilan varqirganimdan bir siran cho'kchib qarab ketdi. Ondan yaqinroq kelib, putimning uchidan beshimgacha bir qarab etgandan keyin la ilaha illallah, la ilaha illallah qilib o'zining tilida bir nimalarni aytishib, yotog'ning ichida nechin cho'yilib o'tgandan keyin ko'zi jo'zining ustiga tushdi. Opla dedim, lekin kechikaydim. Jo'z ustida bir qancha mo'mi turibdi. Qaraganda, eliqi doktor meni uyg'onganda yesonda qo'yib qo'ygan chig'i. Bu ikki sarang olma-talma elibla turlab og'ziga tiqishga boshladi. Biri qo'ldikini yapılamay turib, yana bir qo'ldikini og'ziga purlab tiqib kelidan o'tmaganlari chechilib yerga tushishga boshladi. Yemse, Keynimga nachila ajib. Yo'qlisha odamni uxlini qo'yib deb varqirab ketdim. Yura bo'ldi. Bu sarang yemaydi-ku. Ovozimi bir chiqib bu sarangni. Qo'rqdim. deb yenidiga hadab mo'mini purlab tiqib, geldan o'tkazilmagan hamroyining qo'lini tutib, yotoqdan chiqib ketdi. Toza yerimcha uyquda turganimda bu ikkisini uyg'otib yetishi bilan karvatga kelib birdan kallam tutib pastga qarab o'ltirdim. Ko'zimni yumib qarasam, uyqum qechib ketgandek turdi. Shuna bilan o'rnimdan turib, yotog'ning sirtiga chiqdim. Bir qadamdan mengib, o'zimning chimliq maydoniga kelib qolganimni sezmabdim. Bir sarangning hadab varqirishidan chimliq maydon tarafga qaradim. Bu bir kani ketgan chimliq maydoni bo'lib, ichida nerv kasallarining har xil qiliqlari ko'rinib turardi. Menmi bularning qiziqarli holatlariga qiziqib, osti chimliq maydoniga kirdim. Ham vaqtni isrof qilmaslik uchun heliqi sarangni izlashga boshladim. Mengib chimliq maydonining o'tirishig'iga kelib qoldim. Bu chimliq maydonining aylanmasimi 1 kilometr atrofida edi. Men atrofimga qarab, uning simosini izladim. Lekin hech yerda ko'ringandek qilmaydi. Bu ovoz bu chimliqni to'sab turgan simtanapning qashidan kelayotgan edi. Ko'zimni sal o'ylatib qarsam, ikki doktor bir nerv kasalni hadab tatqushlayotdi. Xuddi uni so'rab elib menayotgandek. Men ichimda berib boqaychu deganni o'ylab shu tarafga mangdim. Oraliq yaqinlashgan sari heliqi nerv kasalining uchisidagi eski chaponni ko'ribla yuragim yana itik so'qib ketish boshladi. Uning paqib ketgan sochlari, uchisidagi cho'liq chiqib ketgan eski chapani, oqshom soqchilar elib chiqib ketgan heliqi tilamchiga bakmi o'xshab ketdi. Men texmi ittirak mengib ularga yaqinlashdim. Ikki doktor hadab buni so'rayotdi. Yo'q, yo'yilmayma. Heliqi nerv kasal hadab keyniga ochitdi. Men uning chiroyini ko'rib beqish uchun texmi bak yaqinlashdim. Oraliqimiz necha metrlik qolganda bir doktor menga qarab varqirdi. "Ey sarang, sana nima bor bu yerda? Yo'qla menga." "Nima? Men sarangmi?" "Xap, o'zimning sarang emasligini bir ko'rsatib qo'yay." dedim-yu, lekin esimga ittik kelib, bu yerga sarang qiyaptida kirganim yodimga kechdi. Gerçi içim shunda qaynab ketgan bo'lsa-mu, amalsiz dardimni yutishga majbur bo'ldim. Heliqi doktor yenilib u nerv kasalini so'rash bilan oldirash edi. Yuyulmayma! Heliqi nerv kasal shundoq deb so'ngchini yerga tirib o'ltirib oldi. Uni tartib mang'almay oldin kelgan doktorlar. "Bo'ldi, bu sarangni yuyib qo'yamiz degicha ishimizni qilayli. Yaxshilik yarashmaydigan bu sarangga" deb kayniga yandi. Heliqi nerv kasal kayniga bir o'rilib, meni ko'rib ko'zlari chaqchib ketdi. Bu dal tinidan bo'ynimdagi tumarning po'riq kelgan heliqi tilamchi shu edi. U meni ko'rib ko'zlarini chaqchaytibla o'rnidan turib yugurib doktorlar tarafga mangdi. Men yuyinma! U shundoq deb ikki doktorning qo'liga eslib oldi. Hayron qolgan doktorlar bu sarang qarab, "Tova, masaranga nima bo'ldi? Hozir yuyinmayman degan odam endi qo'limizga eslib oldi-ku. Saqmi bu nima?" Yana bir doktor,
Bo'ldi. Avval buni yuyib qo'yib, ondan bir qancha savol so'rayli. Saqbuz chiqirib o'tayli, deb ilib mangdi. Men bularni keyin qarab turib ketib, ichimda. Xap, oldirma. Kech kirasan ku yataqqa. Shu chog'da yeni nega qochalasan-ken? Seni tuman alvasitning kuchi orqali eg'izining gap olmasam, deyishimga qo'liqimga uning "Sening yashayotganing o'zining tini emas" degan ovoz anglandi. Qiziq, u bu gapni yana uyg'urcha emas, ya xanzocha emas, boshqa bir tilda degan edi. Lekin men tushunib qoldim. Bu nima ish? Men uning kendidan hayronlik bilan qarab turib ketgandan keyin yotoq tarafga qarab mangdim. Yotoqqa kirib, karavotga chiqib uning kirishini saqladim. Qo'rsqimni ichib tortishib ketgan edi. Mana kashim bo'ldi. Yotoqqa qo'lida bir kitobni ko'tarib olgan nerv kasaldan birisi kirib keldi. U Udulla mening ustimdagi karavotga chiqib, ichida bir nimalarni davolatdi. Çoğun tipdagi vahimalik asar Qora Meshik. Asar avtori İftixar munbaridan Farhodjon Tursun Sirliq. Şigirin birinci qism. Mana kashim bo'ldi. Yotoqqa qo'lida bir kitobni ko'tarib olgan nerv kasaldan birisi kirib keldi. U Udulla mening ustimdagi karavotga chiqib, ichida bir nimalarni davolatdi. Gaplarining bosh oyog'i yo'q bo'lib, xuddi soldan o'ngga so'zlayotgandek bilindi. Men o'rnimdan turib, uningga qaradim. Uning ovozi sal teshiq chiqdi. Men qarabla kulib tashladim. Chunki bu nerv kasal kitobni ta'tirsiz o'qiyotgan edi. Men asta o'zimning karavotning shutisiga dastlab chiqdim. Uning ta'tirsiz tutgan kitobni o'ng qo'l qo'ymoqchi bo'lib, qo'limni endi uning kitobiga olib ishimga yuzimni tekkan bir shaplaqdan cho'chib ketdim. Bu nerv kasal meni bir shaplaq qo'yib xiyolida yo'q tam qarab o'rilib oldi. Xap, yuzlarim o'tda qistirib ketdi. Asti pastga tushib, suxonaga kirdim. Yuzimni toza yuvib, o'zaranga g'azab bilan birni qarab o'tgandan keyin o'rnimga kelib o'tirdim. Uzoq o'tmayla tushdi meni uyg'otayotgan ikki sarangim qaytib kirdi. Ular yotoqqa kiribla yotoqni kalasiga keyga o'tirdi. Ish qilib, naqshi bo'lamdi, og'ziga nima kelsa shuni deydi. Men ularning ba'zi qiliqlariga ko'rsam, mening oldimga kelib qilgan ba'zi qiliqlarga nechin tepkim keldi. Lekin o'zim yolg'iz. Bu saranglar tanqilmaydim. Ularning to'xsiz bo'ynini bo'g'ib qo'yishdan ansiraydim. Eshikdan eliq doktor kirib keldi. U qo'lida bir qancha tal mo'min ko'tarib olgan edi. "Qani, ola" deb menga tanladi. Lekin eliq ikki sarang yugurib beribla qo'liga eslishiga "Yo'qlisha, boyamdek tomoq yechdim" deb qo'lini ittik tortib oldi. "Hech nima yemedik biz. Qarab o'ldirdik boshqalarning tomoq yeginiga." Qo'lini og'ziga tiqib mo'miga talmurishdi. "Tuta buni. Tushdiki mo'min yeganmidi?" deb menga qaradi. Men beshimni eshitib bu ikki sarang qaradim. Doktor bu ikki sarangni toza olib qo'yib, mo'mini qo'limga tutqizib qo'yib, "Bular bilan tang bo'lma. Ham ularning shig'im aralashma. Chidab o'tkazib et. Vanquy seni nimish bu yerda bir kech turg'izdi. Menga deb bermidi. Shunga sendimi so'ramay. Biray shop qolsa, shinayni tikkunibkin kuchab besishni bilsan-ku" deb menga qaradi. Men beshimni eshitib, "Ha" deb javob berdim. O doktormu keniginib chiqib ketdi. Bu ikki sarang qo'limdagi mo'mi qarab, qo'lini og'ziga tiqib turishidan mo'midan birdan ikkini ularga tanladim. Ularni ittikla elib, yana shu kon patis bo'yicha yeganlari og'ziga, yemaganlari yerga tushib o'tirdi. Menmo qo'rsqimning ochqinda qo'limga eshib qolgan ikki tal mo'mini tezda suqib o'tib, qong'uchi suv ichib o'tib, haliqi tilamchining kirishini saqladim. Kunmo osti o'ltirish boshladi. Men derazadan chimliqqa qarasam, hech uning qarshi ko'rinmaydi. Xeli saqlasammo u kirmadi. Ichimda kechib ketgan bo'lmasin yana deb shularni o'ylab chiqib baqmoqchi bo'lib, eshikning yana bosam, eshik tezda ochilib, ikki amallik qo'dash xodimi elak tilamchini ekeldi. U meni oldida turganimni ko'rib, ikki keniga o'rilib, "Yo'q, olvostibaka" deb yana varqirish boshladi. Ham sirtqi meng'ish tamshaldi. Ikki amallik qo'dash xodimi uni tortib yotoqning ichiga itirib o'tgandan keyin, "Bu yotoqda senden bilan alvost yo'q. U dalti sarang" deb tilab qo'ygandan keyin kaniga yenib eshikdan chiqdi. Lekin u yana kaniga yenib eshikni oldiga berishiga amallik qo'dash xodimi eshikni yepibla teshidan qulf silib etdi.
Yo'q, olvasti baka. Men chiqdimi? Olvasti baka, olvasti. Uning varqirashlari kor qilmadi bo'lg'ay, amalliq qo'g'dash xodimlarimi kaniga yenib kelmadi. U xeli uzoq varqirab beqib, osti o'zining korvetini bo'ylab, derazaning yeniga berib so'nggichini qo'yibla taxyada o'tirdi. Lekin ko'zini mendan neri uzmadi. Menga qarab turardi. Menmi uning ko'zi birdan qarab turib ketgandan keyin avval o'zimni besilish uchun korvetimga kirib o'tirdim. Oradan xili vaqt o'tdi. Boshqa nerv kasallarimiz sal jimib, o'zining korvetlariga chiqishib, putlarini ta'tir sunib, yotqib damshaldi. Men hamsiga bir qo'l qarab o'tgandan keyin o'rnimdan turib, uning oldiga menga haydab tursam, "Menga yaqinlashma. Bo'yningdagi tumanni menga yiqaykanmi?" deb qo'lini egiz ko'tarib meni to'sidi. "Nima tumar?" Men itik bo'ynimni qardim. Lekin tumar ish kimning ishi tursa, u qandoq ko'ralaydi? Men endi uning rayiga boqsam bo'lmaydiganligini tushunib yetdim. Uning to'sishiga boqmay oldiga bordim. Asta oldida so'ng'ib o'tirib, "Rastani menga deb bergin. Sen bu tumarni qandoq bilsan? Nima uchun olvasti deb varqiraysan?" deb so'radim. U avval menga, ondan ustidagi yotqanlarga bir qo'l qarab o'tgandan keyin chiroyini bir xil jiddiy tus kirgizib, "Sen bu tumanni nereden aldın?" deb so'radi. Uni bu holatidan bayamqi saran qiyofatidan asla asarmi qolmagan edi. Men uning asli kelgandan bir xush bo'lsam, yana bir tarafdan umidsizlangandek. Menmi so'nggichimni yerga qo'yib, putimni suzib o'tirib, "Desam gap chiq. Buni menga bir o'lib kelgan akam bergan edi. Egisiga topshirib bergan deb. Lekin hozirgacha egisini topolmadim. Tegi egisini topolmay turibla, necha odamning o'lishiga, necha odamning yo'qolib ketishiga sababchi bo'ldim" deb beshimni yerga qaratdim. Onun egisini tepeş. Sen mi? Nima uchun bu tumanın başka kişilerin gözüge göherde köründüğalıkların sebebini bilemse? Men itik beshimni götürüp onun ağzına qardım. Bu men bilishga en qiziqadigan sir edi. "Nemishqa?" men oldirab so'radim. U birdan turib o'tgandan keyin, "Bu tumar fakat sağlı şundaq körümsüz görünüdü. Lekin başkalarının gözüge bu tumar xuddi chaqnayotgan göherdek görünüdü. Lekin sen bunu his qılamaysan. Çünkü bu tumar sen o'ylaganda mı güçlük? Sende bu tumarda mı güçlük bir narsa var? Sen bunu hazır işiltemeysen. Lekin vaqt kelganda senin hayotingni qutqizib qola oladigan bu tumar emas, balki u." O shundoq deb putimni sharatladi. "Uningdan olvaslarmi qo'rqidi? O sening puting'il emas, qiynag'i singib ketgan." O shundoq deb jimib qoldi. Lekin uning har bir eg'iz gapida men tushunmaydigan boshqa bir ma'lum so'zlar bor edi. U har bir eg'iz gapining oxiriga men tushunmaydigan bu ma'lum so'zni qetib qo'yatdi. Shuningga ergishib, azaldan og'rimaydigan putim xuddi yangi sanjigandek har bir eg'iz gapida chim-chim qilib etishib qo'yatdi. Menmi bayam uning gapining oxirini anglayman deb putimni mundaqlislab qo'yib parvo qilmagan edim. Lekin bu og'riq bara-bara kuchayishga boshladi. Putimning og'rig'i kuchayib, mengamga chiqib ketdi. Lekin oldimdagi bu tilamchi to'xtamay so'zlayotdi. Men rosti bulanmay qoldim. Og'riq azobidan voyjalgan ovozim teshig'i chiqishga boshladi. Lekin men qo'limda putimni besib, sal yonga qiyisilib qoldim. Uning ko'ziga qarasam, u ikki ko'zini yumib olib, ichida bir nimalarni deyotdi. "Bo'ldi, so'zlama!" Lekin u mening gapimni anglamasga selib oldi-mu, yana ichida bir nimalarni deyotdi. Men rostla yetib qoldim. Men og'riq azobiga chidamay varqirab ketdim. Putimning og'riqi sal bo'shab qoldi. Xuddi badanimga bir narsaning kuchayotganligi aniq edi. Men taq yerda xil uzoq qattiq nafas olib bo'shab qoldim. Og'riqmi bo'sh edi. Men chekimdan chiqayotgan terni surtib o'tgach, qayta o'rnimdan turib, uningga qardim. Men shuncha to'lg'inib ketsammi, uning parvosiz qarashi mening uningga bo'lgan gumonimni qayta qo'zg'atib o'tdi. Kitdik o'rnimdan turibla yoqasidan oldim. "Eyta, sen meni nima qilding? Sen gap qilsang nima putim shuncha og'riydi? Sen zodi kim?" U yanala parvosiz ko'zimning ichiga qarab turardi. Lekin o'zimning sal oldiroqsonlik qilib qo'yganimni sezib, qo'limni qo'yib etdim. Chunki uning beshiga o'lim vayimi kelib qolgan edi. Yotoqning ichini xili uzun jimjitlik qopladi. Men bo'lsam, deraza tarafga pat-pat qarab qo'ygach, beshini tuvan silib o'tirdim. Asta ishtinimni ko'tarib, putimga qarab cho'chib ketdim. Putumdagi aslidagi uzunsiq paydo bo'lgan g'alit xatning shakli o'zgarib ketgan edi. U xuddi burungi zamonlarda ishiltilgan tamg'aning izdek to'chchasi bo'lib, yeshil nur chiqyotdi. Men ittik uning ko'ziga qarab, "Bu nima ish? Aslida bu belki undaq emas edi-ku." U bir xil rozimalik tuyg'usi bilan kulimsirab, "Bilamsa, sening putingni tishlagan mushuk
aslida podshoning sodiq quli edi. Lekin podshoga xoinlik qilg'ashqa osh kunga qoldi. Keyin kishilarni sen oldirmay bilib qolishi. Hozir bilsang bo'lmaydi. Men mayli depemsanmi, lekin u sendan burunmi boshqa biri men bu mushuk to'qiriq depaga edi. Lekin men mushuk shahriga kelib, o mushukni faqat 2 qatim uchratdim. Men bu tumordan qanday qilsam qutulma. Menga shuni depasam. Eliq iskelet baş, zodi nimish? Menga depasam bo'lamdi. Nima? Qaysi iskelet baş? O sal andikib so'rdi. Men uningga hammani depadim. O shundla chiroyini jiddiy tus kirgizib, ixtiyorsizla. Ularning buncha tez uyg'undig'ini o'ylamabdimi? Devetdi. Nim dedim? Nimini o'ylamaga aydım. Men uning to'satdan devetgan bu gapidan hayronlik his qilib so'rdim. O ko'zimning ishiga uzun qarab etgandan keyin. Qaraganda ular seni qistab kepti. Sana bir hikoyani so'zlab beray. Balkim bu hikoya sening keyin qanday qilish kerakligini aytib beray. O yataqning ichiga qayta bir ko'z tashlab etdi. Yataqning ichidagilar o'ng tarafga bulishib, xo'rakni bulishib tortib uxlayotdi. O o'zini azroq ruslavagandan keyin hikoyasini boshladi. Burun mushu zamonda nihoyat qudratli bir podshohlik o'tgan ekan. Podshoh nihoyat odil ham xalqqa moyil bo'lib, har vaqt xalqning g'amini yeydi ekan. Lekin bu podshohlikning nihoyat qattiq bir tuzumi bo'lib, qiz ayollarning badallarining sirtqa echib qo'yish qattiq cheklanadi ekan. Shunlashqa bu podshohlik aysh ishratdan asarmi yo'q ekan. Podshohning bir odati bo'lib, kunda tushda o'rnidan chiqib, shahar ichini aylanadi ekan. G'arib, yo'qsullarning dardiga darmon bo'lib, o'rnidan chiqsa, o'zini podshoh ekanligini unutib qoladi ekan. Lekin podshoh bu shaharning ustiga yiqilib kelgan qor bulutni faqatli bilmaydi ekan. Bir kuni podshoh tushda o'rdisidan chiqib shahar aylanavotsa, odamlar orasidan bir ayolga ko'z tushibdi. Azaldan qiz ayollarning badanini kiyim sirtidan ko'rinib turish cheklangan podshohlikda bu ayolning kaynidan bir qismi ham bilining ochiq holatini ko'rib, podshohning g'azab qo'zg'alibdi. Podshoh o ayolning kaynidan minib, tasdi etishib, orliq yiqilib qolganda, "To'xta, kimning avlodisan? Bu podshohlik sening bundoq badaning ochiq qo'yib, ko'chada yurishning qattiq ig'ir jazo ekanligini bilmaydigan o'xshamabsan." Lekin atrofdagi boshqalar xuddi hech nima bo'lmagandek o'zining ishini qilayotgan. Hech kim bu podshohning bu ovoziga ham bu ayoliga diqqat nazarini solmabdi. O'zaro o'tishib ketayotgan odamlar faqat podshoh ancha-muncha qarab qo'ydi ekan. Lekin hech kim bu ayolga qarabmi qo'ymabdi. Bu podshoh sal g'alatilik tuyulib tursa, yuziga shundoq so'g'uq ham qonsiq bir havo urilibdi. Bu ayolning kulki ovozi shundoq qo'rqinchli bo'lib, podshoh azaldan bundoq kulki ovozini anglab boqmagan ekan. Burun, sening ajdodlaring tarafidan biz erkinlikdan mahrum qolgan. Sizlar o'zgarmabsizlar. Aldirma podshoh. Men seni mening mushu holatimni ko'rishga muvaffaq qilaman. Senla emas, sening keyingi avlodlaring bundan qutulolmaydi. Biz burun yo'qotganlarimizni qaytirib olg'ili keldik. O ayol qattiq birini kulib etgandan keyin yana oldi qarab menish qitamshilibdi. "To'xta!" Lekin podshohning buyrug'i bu ayolni qarqinmabdi. Podshoh shu hamon yinitki g'alabdan paqirab turgan qilichni chiqarib, mal'unning kallasini olmoqchi bo'pti. O ketayotgan ayolning kaynidan qilichini bir qo'lida yerga ozroq tekkizgan holatda ayolning kaynidan tez-tez qadamlar bilan agishib minibdi. Lekin podshoh har qancha tez mansimo bu ayolga yetishamay qopti. Bu ayol yanada bir xil qadamda yo'lini davomlashtirib, podshohdan yiroqlashga boshlabdi. Podshoh bu ayolning o'zidan uzab ketib qolganligini sezib, qilichini ikki qo'lida egas ko'tarib, kaynidan yugurgan bo'lsa-mu, bu ayol ko'zini g'oyib bo'lishga boshlabdi. "Qaysing bu?" Podshoh shundala o'zining yolg'iz ekanligini, o'rdoq kirsalar ondan o'zining podshohligining itrof qilinganligini sezib, hech bo'lmasa navkarlardan birarni bo'lsa-mu, ilib olmag'ini qattiq pushaymon qilib, joyida to'xtab qopti. Bu ayol bo'lsa, yana shundoq bir xil qadam bilan ko'zdan g'oyib bo'libdi. Podshoh o'rda qaytib, butun vazirlarni yig'ib, shu kunda bo'lgan ishlarni bir qo'r so'zlab beribdi. Ham barliq lashkarlarga buyruq berib, ayolni ko'rgan har qanday bir lashkarga shu ayolning kallasini elishni,
Kimki kalısını ekerse çoğun inan bir dağlık toğurluk ferman çığırıptı. Padişah şu günden başlap kitsiz uxulsa galite hem korkunçluk tuş görüdüğün bop kaptı. Padişah daimla özünü galit məxluqlar bilen can qıp düşeydiken, her vakit özünün kalыс ilingan haletini görediken. Bu çöş, o da bir qanç gün davamlaşıptı. Bir günü padişah özünün sadık bir vezirini çakırıp, vezirim, men muş günlerde muşundaq bir çüşlerini gördüğün bop kaldı. Qaylıq durmuş bayaşat, gamsiz yaşavatqanda bir ay kelişmesi kelmesi yaxşıydı. Şundala, men ecdatlarımın yüzünü yoğru qılgan bolatdım. Şoňa siz orduda hemmedən dana. Xalq arasında sizin mendimi yuqori abruyunuz ba. Siz muş düşümge bir təsvir bəsiniz. Vəzir bir haza turub ketkendan keyin. Padişahı alem, özlerinin yurt soruş tariqida xalqimiz haqiqatan baxtga erişdi. Hasadxorluq yo'qab, inoqlik kunlari ochildi. Lekin mening bobomning bovisining deyishcha, özlerining bovlarining bovisi davr surgan vaqtlarda qattiq bir qatimli jang bo'lgan ekan. Bu jangda ulug' ajdodlari dushman sepini mag'lub qilib, o'zlari ham biz mushu bayashat kunda yashab o'tibdimiz. Padişah vezirning gapidan ozroq g'alitilik his qilib, "Vezirim, qarsam o'zlari mendan bir ishni yo'shirayotgandek qilila. Nemish bo'lsa anglaymi? Sizlarni mening dadam meni qo'g'dashga o'rlashtiribdi ekan. Sizlarning dadlarimi dadamning sodiq veziri bo'lib o'tgan. Şoň o'zlari mening dadamning o'rnida. Şoň yo'shirmag'ayla." Vezir padişahning oldida tizilib, Padişahı alem, emse bir qush qenimli keşkeyla. Padişah derhal vezirning oldiga berib, vezirning qo'lini tutib qo'pishqa undib, "Sizning kallingizda alsam, o'zimning kallasini olgan bilan baraver. Qani, davasizlar." Vezir asta o'rnidan turib, padişahning yeniga chiqib o'ltirib, Padişahı alem, ajdodlari manga yo'lni o'zlari besib qoldigandek turla, debdi. Padişah asta vezirga qarab, "Sizlar demakchi, bizmi pat arada bir qitimliq jangni boshdan kechiramiz demakchimi?" Vezir padişahga qarab, yenek beshini langishibdi. Padişah asta o'rnidan turib, orda ravq tarafga mengibdi. Vezirmi kendidan ayishib mengib, ordaning ravqiga kelib to'xtabdi. "Ko'rdingmi? Ajdodlarimiz izini bo'ylab, ajdodlarim yashagan mushu zamonda turyapmiz. Yana qanchalik tura olamiz? Sizlar bilan bizga qarang'u. Lekin ajdodlarim dushmanning qo'lini sundirib, qanchalig'an dushmanlarni yerga tishlatdi. O'zlarini bilmaydigan yerda emas. Şoňa menmo ajdodlarimning izini besishga tayyorlik qilishim kerak o'xshaydi. Hozircha bizga qirs qilib kelayotgan dushmanning kim ekanligi noma'lum. O'zlari orda ichidagi barliq yasovullarni mashqlantirishga xos odam tayinligayla." Vezir ittiga hig'iz echib, Padişahı alem, eğer ayıpki buyurmasılar, özleri yeni bir adam bilen görüşüp bakkan bolsular, o belkim sizlarga bazı bir işlerini dep berişi mümkün. Padişah kayniga qarab, o'zlaridek dana hem ilim hikmetde kamolatga yetgan bir zot yinimda tutsa, yana kim bilan ko'rishaman? Yo'q, Padişahı alem, ben keyin kişiler to'g'riliq ta'bir berolmayman. Lekin mush yerda bir zot yashayotidi. Sizlar shu zot bilan ko'rishib baqqayla, deb qo'l qo'shtirib turibdi. Padişah gerçi rad qilishni o'ylagan bo'lsa-mu, o'zining eng yaqin vazirining taklifiga qarshi chiqishni loyiq ko'rmabdi. Ma'qul emsa, o'zlari uni kashta o'rdiq boshlab ko'rsilar. Padişahı alem, ayıpki buyurmasılar, sizlarning dadlarimi o zotning oldiga o'zi boratdi. Padişah vezirning nima demoqchi bo'lganligini tushunib, boshqa gap qilmabdi. Qorong'u tushib, zuval vaqti. Padişah bilan vezir ordudan chiqib, shahar ichiga mengibdi. Ko'chadagi do'konlarning hammasi asosan taqib bo'lingan bo'lib, qayoqlardandir ishlarning ovushi ham to'mirchilarning qattiq to'mirni urayotgandek ovozidan boshqa ovozlar yo'q ekan. Vezir padişahni boshlab xeyli mang'andan keyin shaharning bir bulungiga joylashgan bir to'mirchilik kapsining oldiga kelib to'xtabdi. Padişah bilan vezir bir-biriga qarshi qo'yib, asta bu kapning ichiga qadam olibdi. Çoğun tipdiki vahimelik əsər Qara Meşik.
Əsər avtori İftixar munbaridan Farhodjon Tursun Sirliq. 22 qism. Sirat, shundaq issiq bo'lsa-mu, lekin bu kapining ichi shundaq sovuq ekan. Ular kap ichiga kirib ko'rgani bo'lsa, hamma narsalar bir bulunga yig'ishtirib qo'yilgan bo'lib, bir odamning kaynini tamga qarab bir narsalarni devatqani bo'pti. Podshoh bilan vazir xeyli uzun jimjit u odamga qarab turibdi. Lekin u odam yana ichida bir nimalarni devatgan. Lekin hech tushangin bo'lmaydi ekan. Vazir o'zining kirginini bildirish uchun gelin yine qirib qo'yibdi. O odam yine azroq qarab qo'yib, o'zining ishini qilaveribdi. Podshoh sal ochiqlab gap qilay deyishiga, o odam o'rnidan turib, "Kesla podshoh olam, mening bu g'iribon kapamga qadam bosganlari men uchun sharaf" deb yig'ib eski bir bo'rini qaytadan selib, podshoh bilan vazirni o'ltirishga taklif qilibdi. Podshoh azroq o'ng'aysizlanib qopti. Lekin vazirning yuzini qilib, isil durdini azroq yig'ib o'ltiribdi. Podshoh, "Meni podshoh ekanligimni qandoq bilalar?" deb so'rabdi. U odam birini yine kulib o'tib, "O'zlarining keladiganliklarini bilatdim. Shu aslini saqlab o'ltirdim. O'zlar xalqimni bayoshat qildilar. Odillik bilan shahar so'rab, xalqimizning ko'nglidan cho'nqur o'rin olgan podshoh. Şu sili ekanliklarini Hitlerdan purab bildim" debdi. Podshoh kulib ketib, "Bo'ldi, men sizlarning oldilariga mundaq bir ish bilan kelishim. Vazirim, sizlar bilan ko'rishib beqishimni aytgan" deb u odamning ko'ziga qarabdi. U odam avval podshohga, ondan vazirga bir qarab etgandan keyin, "Bu shahar odamlari hozir sizlik bo'ysungan bilan bu shaharning muhiti sizlik bo'ysunmaydi. Şuna etkeşti şehir sırtıdaki ormanlıkta andın digeyla" deb o'rnidan turib sirtqa chiqib ketibdi. Podshoh azaldan hech qanday odamning saqlag'ayla degan gapi anglamagan bo'lg'ashqa bu gap baklik g'azabini keltiribdi. Vazirga qattiq birini qarab etgandan keyin o'rnidan turib sirtqa mengibdi. Lekin vazir hech qanday ish bo'lmagandek podshohning kaynidan agishib sirtqa chiqibdi. Podshoh udulli o'rtisi qarab mengibdi. Yo'lda mangucha podshoh vazirga bir eg'izmi gap qilmabdi. Orada kiribmi udulli o'zining haramxonasiga kirib ketibdi. Vazir podshohni qo'l qo'shtirib uzitib qo'ygandan keyin chiqib ketibdi. Podshoh haramxonasida o'ltirib, o'zining sodiq vazirning bundoq ahmoq bilan ko'rish baqayla deganini faqat tushunmabdi. Lekin uzun yillik dona hem ilimlik vazir bo'lg'ashqa ochiqini besivlab tongning etishini kutibdi. Ertasi podshoh yana kon odati bo'yicha shahar aylanishga boshlabdi. Lekin podshoh bu shaharning burunqidek ovatliq qolmaganligini sezibdi. Aslida inoq, urush, jidal degan nima ekanligi unutilib qilingan shahar ichida nechalarning so'qishib, nechalarning pomtaqlashib bir-biridan qon ilayotgan holatini ko'ribdi. Burun kichkina ishlar bo'lsa-mu bir-birini yarashtirib qo'yadigan shahar xalqi endi bo'lsa tamash ko'radigan holga tushibdi. Podshoh necha kunning ichida shahar xalqining buncha tez o'zgarib ketganligini ko'rib, agar tuyuqsiz yovlar hujum qilib qolsa, o'zining mag'lub bo'lib, ota-bobolarining izini bosolmaydiganligidan andishiga tushib qopti. Shuning bilan podshoh unsiz o'rdiq qaytib kirib, kashf bo'lishini saqlabdi. Zuval tushishi bilan podshoh vazirni elib shahar sirtidagi o'rmonlikqa qarab mengibdi. Ular xeyli mangandan keyin shahar qovuq ko'rinibdi. Lekin podshohning ko'ngli bir qismli bo'lib qopti. Shahar qovuqining oldiga kelib, qovuqdan chiqishig'ila o'qishning ansiz hovlashib, podshohni sal andishiga sep qo'yibdi. Podshoh enidagi vazirga, "Vazirim, ko'nglim bir shumliqni sezib turadi. Yovlar bizga yaqinlab qolgandek. Agar menga biroq kelishmaslik bo'lib qolsa, shahar xalqiga siz yo'lbosh bo'lib, yovlarning ustidan g'olib kelishingizni o'tinaman." Podshoh shundoq deb etini yine choptirib o'rmonlikka kirib ketibdi. Ular o'rmonlikning ichiga kirgan sari podshohning eti turib bir narsalardan hurkigandek beshini to'lg'ab qo'yibdi. Ular o'rmonlikning ichkarisidagi bir tuvidilli kesib o'tilgan daraxt ko'tkining oldiga kelib, otdan tushib, eliq odamni saqlamoqchi bo'libdi. Podshoh otdan tushib atrof bir qarab etgandan keyin kesilgan daraxt ko'tkiga kelib o'ltiribdi.
Burun yaqinliq qushlarning sayrashlarini anglag'ili bo'ladigan bu o'rmonlikda endi bo'lsa o qushlarning ovozlari ham noma'lum bir narsaning o'kirgan ovozi anglanishga boshlabdi. Vazir sal hushyorlikni o'stirib, qilichin qo'lga ilib, podshoning kaynida turibdi. Ular xil saqlagan bo'lsa-mu, eliq odamning qarisim ko'rinmabdi. Osmondagi yo'riq oyni qora bulutlar qoplab, o'rmonlikdan mudhish puraqlar kelishga boshlabdi. Hozir bo'lsa o'rmonlikni bir qur qo'yiq tuman qoplab, necha metr nerdik odamlarni ko'rgini bo'lmaydigan holatga yetibdi. Podsho garchi qaytib ketishni o'ylagan bo'lsa-mu, o odamning irodasiga xiloflik qilishni ravo ko'rmabdi. Podshoyi olim, mening boshboshliqligimni kechirgaylar. Faqir o'limga mahkumman. Bu o'rmonlik boshqachil turdi. O'zlariga biror xavf yetib qilishni xohlamayman. Shunga qaytib ketishni ravo ko'rdim. Vazir podshoning oldida tizilib turib debdi. Podsho, garchi men o odamga borman deb va'da bermagan bo'lsam-mu, men ketib, u kelib qolsa, meni sha'nimga dog' tushmamdi. Shunga birdam saqlab boqayli. Podsho shundoq deb vazirning o'rnidan turishga buyruq beribdi. Endi bo'lsa podshohning toqati to'shibdi. Podsho inetki vazirga: "Bo'ldi, qaytib ketayli. Degan tong yo'rishi bilanla uning kallasi tenidan ayrilsin" deb o'rmon sirtiga qarab, endi necha qadam elishiga kaynidi. "Dodlarimi ololmagan boshni sizlar hargizmi ololmaylar" degan ovoz keldi. Podsho bilan vazir ikki o'rilib qarsa, eliq odam bayon podsho o'ltirgan ko'takning yonida turibdi. Podsho belidagi qilishning g'ilpini tutib biroq ichida: "Shuncha vaqt saqlabdiman. Qallasini olsammi, avval uning gapini anglab, ondan olay" deb ochiqini zo'riq besib, "Qayda, ma'nim gaplari bor edi" deb so'rabdi. Vazir: "Taqsir, o'zlari bir podshoni saqlatgandan qanchalik og'ir gunoh ekanligini bilib turib, bugun kechida qilganlari toza. Kechirsilar, men sizga haqiqatan qoyil bo'ldim olilari. Dadlarimi xalqni adil so'rab, xalqning rayini yondirmay olamdan o'tgan esil podshoh edi. Gerçi namlarını köp anlagan hem sizlarning ishlaridan to'liq xabarim bo'lsa-mu, sizlarga qoyillik qilmoqdi. Lekin olilari meni gapimni anglab bo'lib, ondan yandagi qilishlarni g'alabdan chiqarsalam ketishmaylar. Podsho asta qo'lini g'alabdan ajirtib: "Hozir meni ko'tirmagaylar. Vazirimning o'zlarini taqsir deyishi, sizlarning hargizmi odatlik odam emasliginglarni bildirib turibdi. Ulug' otamning to'naydi ekanlar. Şunu gapni qo'yib, mening savolimga javob bergan bo'lsalar. Qani, qulqum sizda podshoy olam." O odam shundoq deb qo'l qo'shtirib turibdi. Podsho qaytadan heyliq ko'takka kelib o'ltirib, bo'lgan ishlarni ham ko'rgan tushlarini hammasini deb beribdi. Mana hammani o'zlariga aytibman bo'ldi. Podsho heyliq odamning o'ziga nima deydiganligini bilish uchun talmirib, uni ko'ziga qarab turibdi. "Ulug' podshoy olam, yanlarida o'zlari puttis pot, qo'ldiz qo'l bo'ladigan bir sodiq vazirlar turibmi? Mendek bir oddiy to'mirchidan bu ishlarga ta'bir etib berishni talab qilganlari men uchun zo'r sharaf edi. Lekin vazirlar sizlik balkim deb bo'lganda, menmi o'zlaridan yoshirmay, eliqi donishmay kishi shundoq deb podshoning bir ig'iz gap qilishini kutib, podshoning og'ziga qarabdi. "Qani taqsa, davasizlar, qulqum sizda." Podsho derhal o'rnidan turib, o'zi o'ltirgan o'rnini donishmanga bo'shitib beribdi. Donishman podshoning chiroyiga toza bir qarab o'tgandan keyin asta podshoning o'rniga kelib o'ltirib: "Podshoy olam, ulug' ajdodlarining zamonida bir cho'ngchang bo'lgan. Yashayotgan mushu zaminda ajdodlarining qoniga bo'yalgan izi bor. Hala bugungi kunda o'zlari shularning izini besib, bir qatimliq cho'ngchangga tayyorlik qilyaptilar. Buni sezib turibdimi?" Podsho bilan vazir bir-biriga qarab qo'yishgandan keyin donishmanning gapining oxirsini anglashga boshlabdi. Ajdodlarining zamonida bu yurtni g'alit maxluqlar bilan alvoslar besib ketgan edi. Lekin sizlarning ajdodlarining qo'rqmas botir xalqlari bu alvosli maxluqlarning ustidan g'olib kelib, ularni bo'ysundirgan ham yer ostiga bahnat qilib o'tgan edi. Lekin o vaqt bilan hozir o'xshamaydi. Ular o'zlarining zimiga besib kirib oldi. El ichiga inoqsizlik urqini chechyotdi. Ulug' podshoy olam o'zlari buni bek kechki pes qildilar.
Padişah tushunmay bir vazirga, bir danishmanga qarab, kechikib besib qoldilar. Taqsir, hozir kelguncha ajdodlarimning yuziga dog' tushiradigan ishni qilib boqqanim yo'q. Lekin sizlarning bu deganlari ajdodlari zamonida odamlar haqiqatan cho'ng ham kuchli edi. Biri ot deganni hech qanday kuchmayli ko'tarib o'tadi. Bu egizlikmi hozirgi odamlardan xeyli egiz bo'lib, yot podshohliklarmi xiris qilib kelolmagan. Olvos maxluqlarni shu botir ajdodlari yerni ostiga banit qilgan. Podshoh bu donishmanning bir ishni qasddan yo'shirayotganligini sezib, taqsir, hozir xalqimning ichida inoqsizlik avjilyotidi. Sizlar mendan bir ishni yo'shirayotdilar. Bo'lsa, ishimga tugun samig'aylar. Danishman, podshoh oliylari, emismanmi o'zlaridan yo'shirmay deviray. Ajdodlari ashu olvosli maxluqlarni yo'qotgandan keyingilar ularning qaytib paydo bo'lishini xiyolg'im keltirmadi. Ularni mangu paydo bo'lmaydi deb o'z-o'ziga tamanno qo'ydi. Ajdodining jasurligini asdan chiqardi. Lekin yer ostida necha avlod banit qilingan olvosli maxluqlarning kuchi zo'rayib, texmi qonxo'rlashdi. Ular pat arada o'zlarining ziminiga hujum qiladi. Shunga o'zlarini o'limga tutib bermagaylar. Podshoh donishmanning gapini tushunolmay vazirga qarabdi. Vazir: Taqsir, xalqimizning beshiga qiyin kun kelish oldida turibdi. Sizlar avliyodek bir inson. Shunga yo'l ko'rsatgaylar. Donishman vazirga uzoqdan uzoq qarab qo'ygandan keyin podshohga qarab: Podshoh oliylari, jahon o'lim yetimdan neri bo'lg'ini bo'lmaydi. Aniqki bu jangda o'zlari yengilib qolalar. Shunga sizlarning oldinglarda ikki tanlash bor. Biri xalqlarni boshlab olvoslarga qarshi jang qildilar. Yana biri yurt xalqni boshlab bu zaminni ularga tashlab berdilar. Mayli qaysini tanlasizlar, yengilishdan qochib qutulolmaylar. Podshoh shu hamon yinitki g'ilobdan qilichin sug'urib elib, donishmanning bo'yniga tanglabdi. Elimi sening gapingni chidab oldim. Ular bilan jang qilib o'lsam rozimanki, bu zamindan bir tuproqni uloq bermayman. O'lishdan burun nima talabing bor? Devog'in. Donishman bo'ynidagi yaltirab turgan qilichga qarab, birini kulib aytgandan keyin: Podshoh olam, sizlar hargizmi ularni yengolmaylar. O'ltirsizlar. Mana beshim qilich ostida turibdi. Vazir ikki podshohning oldida tezlanib: Podshoh olam, uning bir qo'shiq qanday ketishlarini tilayman. Otlarning yuzida qilib bo'lsinmi? deb bo'ynini pastga yigibdi. Podshoh vazirning o'zidan tezlanib turib, donishmanning jinini tilayotganligini ko'rib, qo'li sal titrab qopdi. Donishman vazirga bir qarab atgandan keyin uzun yangidan bir qopchiqni avaylab elib, podshohga tanglabdi. Podshoh donishmanga o'zining aytishini aytibdi. Yo'q podshoh olam, men faqat buni bir saqlag'uchi, aytishga munosib emasman. Buni o'z egisi olsin, deb podshohning aytishini tanglabdi. Podshoh bu yumloq odatli qopchiqni yinik to'lg'ab echibdi. Ichidan shundoq yeshil nur tarqitadigan bir tumar chiqibdi. Podshoh tumarni qo'liga elib, ipi bilan yinik ko'tirgan ekan. Atrof vildil yeshillik cho'mibdi. Podshohmi darhol bir narsani esiga olgandek qilib, qo'lidagi qilishmi ixtiyorsiz yerga tushib, ikki tizi bilan tizilib, donishmanning oldiga yiqilibdi. Kechirsizlar taqsir, o'zlarini to'nimay qopdimi? Donishman darhol podshohning qo'lidan tortib qo'pirib: O'zlari bu zaminning podshohi, bunda qilib yursil bo'lmaydi. Podshoh tumarga qarab: Ulug' otam, agar har qanday vaqtda yeshil nur tarqitadigan tumarni ko'rganda, uni sana bergan kishi buvangning buvisining sodi qo'g'dig'utsi. Tumarni bo'yniga osgan vaqt dalsining bir qitimli qattiq jangi tayyorlik qilgan vaqtdan degan. Buni buvam otamga deb bergan ekan. Otam menga deb bergan edi. Lekin men o'g'illarimga texit demagan edim. Donishman birini kulib aytgandan keyin: Podshoh olam, men bu tumarni endi o'zlarining qo'llariga topshirdim. Bu tumarda shu vaqtdagi olvoslarni bo'ysundirdigan ajdodlarning kuchi bor. Mening bu qo'g'dash xizmatim oxirlashdi, deb qo'yuq tuman ichiga mengibdi. To'xtasizlar taqsir, sizlar men qanday qilishni deb bermadilar. Donishman to'xtagan o'rnidan keynigimi qarmay: Bu tumar olvoslarning ajallik dushmani. Bu tumarga ajdodlarning ro'yi singdirilgan.
Tumar vaqt kelganda hammani sizlarga deb berdi. Podshoy olam esilirdi bo'lsin. Bu tumar bilanla ularni yo'qotqili bo'ladi. Lekin mangulik emas. Faqat ularni o'zlarining necha avlod keyingi farzandlariga to'sib qola olaylar. Keyingi avlodlarining tumardan keyingi egisini tanlab qo'ysalar deb tuman ichida g'oyib bo'ldi. Podshoh garchi so'raydigan savoli tugmagan bo'lsa-mu, ümidsizlik ichida vazirga qarabdi. Vazir teğchi yerda tizlangan holat ekan. Podshoh vazirni o'rnidan turishga ijozat bergandan keyin hech qanday gap qilishmay o'rda qaytib ketibdi. Podshoh o'ziga qarshi kelayotgan dushmandan odamlar bo'lmasdan, balki alvostlar ekanligini bilib, ozroq qo'rqishni his qildi. Lekin ulug' ajdodlarning ro'yi singdirilgan tumarga qarab, ularning o'zi bilan bil ekanligi ko'nglini ozroq bo'lsa-mu tinchitibdi. Tong sahar podshoh barliq vazir, yasovul, mashqovullarni yig'ib keng ko'lamlik yig'in ichibdi. Mening sodiq vazir, yasovul, mashqovul botirlarim, zaminimizning osmoniga bir qora bulut soya tashlab kelyapti. Ajdodlarimning, ulug' ota buvlarimizning yashagan mushi zamini tahdid uchrash oldida biz ularga bir tomchi suyimizni, bir uchum tuproqimizni bermaslik emas. Mush yerda o'tirgan hammanglar mush zaminning sodiq qo'g'dug'uchilari, mening botirlarim bo'lasizlar. Hech qanday podshohlik bizga qarshi jang to'g'i ko'targan emas. Lekin bu qitim o'xshamaydi. Bilishimiz kerakki, bu qitim bizga shu ajdodlarimiz yer ostiga banit qilib atgan olvost maxluqlar qayta hujum qilmoqchi bo'lyapti. Shunga hozirdan boshlab jiddiy jang tayyorlik qilinglar. Butun xalqni safarbar qilib, bir mukammal qo'shin qurib chiqishimiz kerak. Sonini bilmaymiz, ham ularning qandoqligini bilmaymiz. Shunga shahar ichida har vaqt kuzatishga odam o'rlashtiringlar. Shahar seplini qattiq ko'zitib, har qanday noma'lum narsani ko'rganda tezdan ma'lum qilinglar. Askartib qo'yayki, jangga chiqishni xohlaydiganlarni yasovullar qattiq tarbiyalanglar. Chiqishni xohlamaydiganlarni zo'rlamanglar. Ular o'zining uyida oilasini qo'g'dasin. Orada lashkarlarni mashqovullar sizlarga topshirdim. Ulug' ajdodlarimiz, ulug' Tangri egam bizni mushu olvost maxluqlarning ustidan g'olib kelishga kuch ato qilsin. Ular hammasi o'rnidan turishib, uzoqdan uzoq tilovat qilib atgandan keyin podshoh kulimsirab, "Amisa, mush kulimsirgan qiyofatni o'rnidan chiqib, o'zimizning mardona qiyofatini olvostlarga to'nitib qo'yayli" deb hammaning oldida o'rda raviq tarafga menibdi. Podshoh o'rda raviqida pastki turmush halakchiligida har yoqqa chepayotgan xalqqa qarab, "Ko'rdinglarmi? Biz mush xalqimizni cho'qim qo'g'dash emas. Ularning bizning kutgan umidini yerda qo'ymaslik emas. Ajdodlarimizning ruhini qo'rindirib qo'ymasligimiz kerak. Hammalarning bu jangda nusrat qozonishini umid qilaman." Podshohning so'zlari vazir, yasovul, mashqovulon qattiq hayajonga sapdi. Umidlar deydi qamaydi podshoh olam. Qudratli zaminimizni hargiz yovlaq tatqizib qo'ymaymiz. Bizga ishonsizlar. Yasovul, mashqovullarning ishosh bilan qilgan gaplari podshohni ta'sirlantiribdi. Podshoh kulimsirab, "Amisa, egam o'zi saqlasin" deb ularni qaytishga ijozat beribdi. Cho'ng tipdagi vahimalik asar Qora Mushuk. Asar avtori İftixar munbaridan Farhodjon Tursun Sirliq. Şigirim 3. qism. Tilamchining hikoyasi mush yer kelganda u ichki tarafga qarabla jimib qoldi. Men uning og'ziga xil uzun qarab turdim. Qachon hikoyaning oxirini boshladi? Lekin u zuvan surmay ichki tarafga qarab turardi. Men nima ish bo'lganda deb ichki tarafga qarabla men ishtik u o'ltirgan tamtuga yozilib qoldim. Ikkilimiz eshikdan ko'zimiz uzmay qarab turardik. Eshikning yujug'idan ikki tuma alvostisi laylab kiryotdi. Ular hozir texmi asabiylashganda qilyotdi. Xuddi echirqab ketgandek. Ko'zlari burunqidan qizdirib, hozirlik kelib bizni iskiltga aylantirib qo'ygandek asta-asta bizga yaqinlashqildi. Men bo'lsam tilamchiga qardim. Uning hayoti qillisida bo'lg'achqa
Damallıqqa nima qilishni bilmadim. Astarab aldım usurilib, uning oldiga o'tib oldim. Endi bo'lsa, ular kallamizga kelib bo'lgan edi. Men beshimni keniga burab, uning qardim. U bo'lsa, yenili xiyoli ularga qarab turardi. Chiroyidan ozroqmi qo'rqinish his qilgandek qilmaydi. Lekin og'zi to'xtamay midirlab, ichida bir nimalarni davatgandek qiladi. Uning ovozi bara-bara teshig'i chiqishga boshladi. Bu qatim ular beshini egib, kenimizga tilamchiga ko'z tashlashga boshladi. Tilamchining ovozining yo'qilishiga ergishib, ular bir narsani yurkigandek yotoqning ichida qalamga uchishga boshladi. Ham qattiq bir chirqirab, yotoqdan ushgan pati chiqib ketdi. Men hayronlikda tilamchiga qaradim. U birdan men tushunmaydigan bir narsani deb bo'lgandan keyin menga qaradi. Sen ozroq qo'rqmadingmi? Qo'rqdim. Lekin endi sen tutsa, men ularning tilini tushunaman. Shunga ularga ozroq tarbiya qilib qo'ydim. Deb o'rnidan turdi. Men ittik yemen tutulib. Hikoyangni oxirchi. U ko'zimga qarab. Sen tumani osh podshoning o'rtasiga olib borsan. Shu chog'da hammani bilib qolasan. Men bu hikoyani mushinchilik bilaman. Men buni bir kitobdan o'qigan, lekin oxirsima u kitobda yo'q-ku. Men sal tushunmagandek. Nima? Kitobda o'qigan? Menga hikoya so'zladin deb qo'rqdan so'zlab berdingmi? U ishning yanida sirtqa qarag'ach. Men aniq bilmayman, lekin shunday bir kitobning borligi rost. Mening bilishimcha, podsho o'lganda bir kitobni qoldirgan ekan. Lekin o kitob podshoning qabrisida bo'lishi mumkin. Nima qabri? Azaldan qabrni ko'rsam, ichida o'zim bordek his qilgan tursam, endi qabrning gapini anglab, rostla ozroq qo'rqib o'tdim. Hey, tumar, kitob, qabri. Men shularni deb turishimga, agar sening bu tuman eksik qaytirib berish niyating bo'lsa, men yordam qilay. Lekin men bir odamni ilib olsam bo'lamdi. Men ittik beshimni ko'tarib, Buldu. Bir odam emas, o'n odam elib olsam mayli. Faqat mushtumardan qutuldigash bo'lsa, men hamma kunima. Sen bilmaysa, bu tumar bo'ynimga esilgan kundan boshlab xotirjam uxlab baxmadim. O'lganlar o'ldi, yo'qolib ketganlar xili bor. Bichora dadamni mushtumarning qurboni bo'lishga tayyorlanadi. Dadam, qandoqsiga? Men uning qarab. Bo'ldilar, sana deb bersammi bilmaysan. Tong etishga oz qoldi. Tong olsa, bu yerdan chiqarsaklar, balkim nurg'un sirlar yeshilishi mumkin. Shunga senni ozroq aram elib ol. Rahmat sana. Men shundoq deb o'rnimdan turib, karatimga chiqib, ustiga qarab, tushuniksiz javobi yo'q bu ishlarning sirini o'ylab o'tdim. Qachonlardan tongotdiki, sirtdan yandagi yotoq eshigining ochilgan ovozi anglandi. Men beshimni ko'tarib, amonlik qo'llash xodimlarining ishini ochib berishini kutdim. Ular xil uzundan keyin keldi. Ishini ochib qo'yiblar, kaniginib qaytib ketdi. Men asta eliq tilamchining karitining yoniga keldim. Boshqalarning hammasi ishini ochib bo'lishiga paloqishib chiqib ketgachga, yotoqda men bilan uli qolgan edi. Men uning yoniga yaqinlashib, yuziga qarab, sen turiliblar, karatimning sho'tisiga yo'linib qoldim. Uning ko'zi shundoq ichkirisida bo'lib, xuddi ko'zi yo'qdekla. Yuzi tortishib, bir teri bir ustixon edi. Men ozroq dimimni elib olib, uning qayta yaqinlashdim. Lekin bu qatim o'xshamaydi. Uning ichkirisiga kirib ketgan ko'zlari osti teshib chiqyotdi. Yuzlariga ko'ch paydo bo'lib, oqshomgi asliga kelyotdi. Ko'zlarimi o'chib bo'lib, osti o'rnidan turib, menga qarab. Qani seni keladigan odamman. Oqshom shundoq deyotdi. Uning ovozi sal xirildab chiqyotgachqa, men darrov esimga bo'lmay, og'zimga gapni kelmay qoldi. Qo'rqma. Men kech uxlasam ashunda uxlayman. Ko'zim har vaqt ochiq. Bayam hammani bilib qoldi. Agar men bo'lmasam, sen hargizmi podshoning o'rtasiga kirolmaysan. Men ittik ish tarafga menib. Balkim kipim bo'lgandi. Emas biz chiqayli. Surbesib turg'achqa, unidan ozroq bo'lsa-mu oldida menga deb o'yladim. Men koridordan chiqib turishimga, oldimga atrat boshliq bilan haliqi doktor uchirdi. Qandoq shakichak? Bir narsa bildingmi? Atrat boshlig'i ko'zimning ichiga qarab, shundoq deb o'tdi. Men beshimni chayqab, yo'q, yo'qolib ketganlarning niyatligini bilmadim. Lekin bizni boshlab boradigan bir odamni bildim. Kimki? Atrat boshlig'ining oldiratganligi chiqib turardi. Eliq tilamchi, shu bildigan, bizni boshlab boradigan bo'ldi. Men ma'yus holda beshimni pastga qaratdim. Qani hamsa u? Men kenimga qarashim qila, umi koridorda paydo bo'lib qoldi. Tova,
u bayam yotoqda qolgan-ku. Buncha tez paydo bo'lish mumkin emas. Men shularni o'ylab, uning ko'ziga qaradim. U bo'lsa, atrof boshlig'i bilan doktorning ko'ziga qarab turardi. Atrof boshlig'ining: "Rahmat savoqtishim. Men bu shikaylarni ochib ketay. Keyin sen hammani tushuntirib qo'yma. Yuringlar." degan gapi bilan atrof boshlig'ining keyindan ayishib doktorxonadan chiqdik. Biz mashinaga chiqib, doktorxonadan chiqqandan keyin men atrof boshlig'idan so'radim: "Inim qanday bo'ldi?" "Iningni yarim kechada yo'lga silvatdik. Dadam bizni o'zining ko'pchilik qiladigan dukunni saqlab qoldi. Biz hozir shu yerga boramiz." Atrof boshlig'i shundoq deb mashinaga degach keyinga qarab eliq tilamchidan: "Sen yo'qolib ketganlarning nadiligini qanday bilasan?" deb so'radi. "Ularni tuman alvastisi tutib ketgan bo'lishi mumkin. Ular o'ldirib etmasa, tutib ketadi." U deriz taraf qarag'ach shundoq dedi: "Nima ish tutib ketadi? Sen ularni hayot deb kesib etalamsan?" "Yo'q, lekin ularning maqsadi shular orqali tumarli qabrga kirish." "Qabra?" Atrof boshlig'i mashinani shundoq chetda turmizlab yo'lning o'rtasida to'xtatib qo'ydi. Uning ko'zi tilamchidan neri bormaydi. Sen bayam qabr dedingmi?" U shundoq tutuqlab tilamchining ko'ziga qaradi. "Shundoq. Lekin u yer bakli xatarlik. Shavonni tutib ketganlar del shu qabrning qo'g'dug'uchilari. Yolg'iz ular emas, yana qabr ishitgan maxluqlarmi bor?" Tilamchi bo'lsa, xiyolida yo'q, hammani da'vatotdi. Atrof boshlig'i: "Sen Shavonni yo'qolib ketganligini qanday bilasan? Men uning askartgan. Men sizlarni bu kichikni so'lab qo'ygan uyga kirgandilar. Uning bir ish bo'ladiganligini pamlab bo'lgan edim. Chunki ular men mangan koridorda uchib yuratdi." Atrof boshlig'i mo avmayqib qoldi. Kendiki mashinalarning kuchab ovoz urishi bilan asta mashinani qo'zg'atdi. Biz mo xil uzoq mangandan keyin dadam ko'pchilik qilgan do'konning oldiga keldik. "Mana mushayetga qani tushash kichik. Dadam bilan ko'rishadigan ham oxirgi qitim xo'shlashadigan vaqtim keldi." Men do'konga qarab mashinadan tushishga faqat jur'at qilmadim. Mashinada xeyli azob turib qoldim. Oxiri atrof boshlig'ining mashinaning eshigini ochib berishi bilan asta surilib mashinadan tushdim. Nima ish ekan ko'zimdan taram-taram yoshlar eqotdi. "Dada, nima uchun? Sadi nima uchun shundoq bo'ldi?" degan savollar agib yuratdi. Oldimga qandoq meyapman. Xuddi putumni o'zimning emasligini bilinyotdi. Asta do'konning oldiga keldik. Keynimda atrof boshlig'i ham eliq tilamchi men qarab turardi. Men do'konning ichiga qaradim. Dadam do'konda xuddi ishning bo'lmagandek ko'p o'tkazib turardi. Meni ko'rib ittiklab qulni etayotgandan keyin oldimga keldi. "Qani, kira bolam. Sen ko'rib, endi ko'nglim joyiga tushdi. Keynandagi saqchi oblikimni yo'lga qo'yib qo'ydi. Men seni kelishini saqlab turgandim. Qani, ichiga kira bolam. Dadamni ko'pchilik qiladigan do'konini ko'rib boqqi." Dadam shundoq deb to'lamdan tutib meni do'konga elib kirdi. U bo'lsa chiroydan bir xil tabassum yig'ib turardi. Lekin mening ichim shunchalik etishdi. Dadamning qo'lining issiqligini cho'ng bo'lib amni sezgandek bo'ldim. Uning ziqqa o'tkazib, teshilib ketgan qo'llariga qarab o'zini to'xtata olmay qoldim. Dadam ashu mutur cho'qur qo'llarida yeshimni aytib: "Yig'lama bolam, yig'lama." Bilyapman. Dadammi balkim ichida yosh to'kotgan edi. Men do'konning ichiga sapsilib qarashga boshladim. Bir ko'nirib ketgan karavot, ustida ranginimi belgili bo'lmaydigan yotqan, yonib qo'yilgan bir necha go'sht sandig'i, yana bir eski kavobdan. Tam turuslari koni yog'ochlardan yasalgan bo'lib, yomg'ir yog'sa suv o'tib ketgan bo'lsa kerak, to'rusidan pastga sangilgan suvning belgisi turardi. Burun Patgul bilan Ablatning o'limiga ozroq hissdash qilgan edim. Endi bo'lsa, ularning o'lguniga xush bo'layotdim. "Ne bo'lding bolam? Ajab qarab ketding-ku. Men bu yerda tutsam, alvaslam avar qilmaydi-ki. Balkim alvaslamni kirishni numus qildigan o'xshaydi." Dadam chaqchaq aralash kulib qo'yib, o'tirib qo'yilgan, cho'nchavurib qo'yilgan go'shtni yoniga elib o'tib, bir nechta kichik o'rindiqqa keldi. Atrof boshlig'i bilan eliq tilamchi dadamning o'rindiqqa qo'yganini ko'rib, ichiga kirib o'tirdi. "Qani, o'tira bolam. Endi sana hammani deb beradigan yer keldi." Dadam shundoq dedi-yu, lekin yana jiddiy talaffuzda: "Lekin onang ochchiq qilsang bo'lmaydi. Tumarni eksik qaytarib atgandan keyin onang bilan iningning holidan yaxshi xabar ol. Sen degan mening cho'ng bolam. Yuking ig'ir." Dadam shundoq deb atrof boshlig'iga qaradi. Atrof boshlig'i garchi tushunmagan bo'lsa-mu, "Ansirma,
balani Şavangni tepib bo'lgandan keyin Shinjongga yo'lga sep qo'yma. Men uni boshqa ishini surishti qilmayman. Keynidan eliq tilamchimi tangla. Sema ansirma uni dadisi. Men tumani qaytirib berishga yordam qilaman. Atraf boshliq bilan tilamchi bir-biriga qarab qo'yishgandan keyin menga qaradi. Endi xotirjam bo'ladigan o'xshayman. Burun bek ansiraytdim. Seni yolg'iz qolsa, yana nima kunlarni ko'radi. Dadam shundoq degach, o'rnidan turib, do'konning eshigini ichidan chanta qabatdi. Ondan o'zining o'rniga kelib o'tirdi. Dadam menga gap qilishga aslab fursatni bermadi. O'zi kulib, ko'pchilik qilib yurib, Xansuchig'im xeyli ustib qoldi. Bu ishki yo'ldoshni oldida Xansuchi davray. Dadam ko'zimga uzun qarab etgandan keyin eg'ir bir uftar deb so'zini boshladi. Bilemse balam, eyliq kuni men jamoatga nazar berayotgan kuni Qosimkam o'yliq kiribla, uyga kirgil unimidi. Sen menimdi bayida. Qosimkam menga, "Tursunjon, bu uyga kirsam bo'lmag'idek. Bu uyda mening kirishimga qarshi narsalar bor ekan", dedi. Men boshda tushunolmay ochiqlab yuribdim. Qosimkam sen uzoq qarab ketgandan keyin meni hoylining sirtiga chaqirdi. Ondan ko'zimning ichiga qarab, "Tursunjon, mush cho'mbalingiz bir ayay berib qolmagandi?" deb so'radi. Men tushunolmay, "Nima shundoq deysiz?" dedim. Qosimkammi, "Sizga demaydigan, lekin siz kichkinizdan ehtim qolgan bola. Shu sizga xeyli amroqliqim bor. Davray. Cho'mbalingizga noma'lum bir narsaning ko'zi tushib qopti." Men anqirolmay qoldim. Ham. "Bu nima deganingiz?" desam, "Kechda uyga tushing, ondan deb beray. Bu yerda desak bo'lmaydi", dedi. Men ma'qul bo'lib, kech bo'lishi saqildim. Kech bo'lganda, men hammanglar uxlab qolganda, men sizlarni uyg'otib o'tmaslik uchun oyqimni kiymay, Qosimjonning uyiga tushdim. Ishni yengil chekishim bilan Qosimjon ishni ichib, sirtqi bir qarab etgandan keyin meni tortib uyga boshlab kirdi. Nomratlik dastidan uyda to'xim bo'lmag'achqa bir eski jinchiroqni tepib keldi. Shu g'urbatchilik dastidan hatto shamg'im pulisi yo'q edi. Qosimjon ko'nrab ketgan uyning pardasini yepitib, tutilib, uşaq jonivorlar yeb ketgan kigiz ustiga kelib o'tirdi. O'tirimizda faqat o'sha bir jinchiroqli botdi. "Ukam, atdigan xafa bo'lma. Men azaldan hech nimdan qo'rqmaydim. O'zimmi ilm jihat xeyli yetishgan bo'lg'achqa, jin deganlar parvo qilmaydi. Lekin bu qitim men haqiqatan qo'rqdim", deb o'ksib yig'lab ketdi. Ondan ishni surtib o'tib so'zini davom qildi. Xuddi men sana tasalli berolmagandek, Qosimkamga tasalli berolmadi. "Ukam, sizga boshdan deb beray. Balkim bu qiyri jinimda qilingan oxirgi yaxshiliqim bo'lib qolar. Bu onning deyishcha, burun bizning ba'zi ajdodlarimiz begliklarning dastidan qochib, hozirgi mushu Shanshining Shan atrofida o'tiraqlashib qopti ekan. Shu vaqtlarda taq chiqib o'tin kesib akilib qolaydigan shular mavjud ekan-toq. Balkim buvamning qanchinchi buvisi ekan, menmo aniq bilmaydi ekanman. Shu ajdodlarimning ishidan biri taq chiqib o'tin kesayotgan vaqtda kaynidan ma'lum bir narsa agishyapti. U ajdodim kaynigina chiqarsimi hech nimani bayqay olmabdi. Kaynidagi qurib ketgan daraxt shoxlarining sungan ovozini anglab, kayniga qarab qo'rqib, vaqirab ketibdi. Kaynida turgan bir iskelet bo'lib, ajdodim bo'lsa, kayniga yiqilib tipchaklab ketibdi. Eliq iskelet bo'lsa, qo'lida bir ma'lumjonlikning terisiga o'rangan narsa bilan bir kichik qopchiqni tutib oldiga mengayotgandek. Ajdodim bo'lsa, ko'p kunduzda tush ko'rayotgan o'xshayman deb yuziga necha shaploq silib o'tibdi. Qarasi u iskelet oldiga kelibmi bo'lgan. Ajdodimni qo'rqib ketganlikdan qo'li qandoq chiqib qolgan bir askotonni uni döveylab, uni yaqin kelmasligini eskartibdi. Uni qalayimqan shiltigan o'tini uni putiga tegib, bir putini sundirib o'tibdi. İskeletning sunib ketgan puti tizidan ajrishiga iskelet ajdodimning oldiga dumchibdi. Ajdodim buni fursat deb bilib, o'rnidan turib qochmoqchi bo'lganda, iskelet ajdodimning putini tutib oldi. Uni oldiga tortibdi. Ajdodim qo'rqib ketganlikdan shuncha tirkasimi o'rnidan turolmay, kayniga yinib, bara-bara iskeletning biqiniga kelib qopdi. Iskelet ajdodimning yana bir qo'lini tutib, qo'lidagi teri bilan eliq qopchiqni tutqizibdi. Ondan bir qo'lida bir paqirab turgan oltinni oldiga tashlab qo'yibdi. Ajdodim oltinni ko'rib sal bo'shab qopdi.
O iskelet qarasa, iskelet xuddi onundan o'tinayotgandekla. Şunun bilan ajdodam qo'liq ter bilan yeliq qopchiqni elib iskeletga qarabdi. İskelet bo'lsa, uning ketishini sharatlabdi. Ajdodam bir qo'rqib, bir ang'iqib turib qopdi. Yana qo'lidagi cho'ng bir oltinga qarab, qanday qilishni bilmay ang'iqib turganda, iskelet ajdodamga qarab, shunda qattiq bir nari tatib o'lkiribdi ekan. Ajdodam o'rnida turgan peti tog'dan yon tarafiga qarab qochibdi. Qochib ketib keyinga qarab ekan. Eliq iskeletning atrofi tumanlashib ketgan. Bu tuman xuddi qo'yindek cho'kilayotgan. Eliq iskelet bo'lsa, qattiq bir vaqirab, qumdek bo'lib to'zib ketibdi. Ajdodam oldi keyinga qaramay, tog'dan tushib oz qolganda, keynidan bir narsani kelayotganligini sezibdi. Keyinga qarag'idek bo'lsa, eliq tuman o'zi tarafga yiqilib qolgan. Şunun bilan texim qattiq yugurib, tog'dan tushibdi. Elib qo'yindek tumanmi to'xtab qopdi. Ajdodam oxirgi qitim qaraganda, uning oldini aynak to'sib olgandek, o'zini oldiga kuchab urayotgan. Lekin hech oldiga ma'lumog'idek. Şunun bilan ajdodam qo'rqinish ichida tog'dan tushib, o'zini eski kapshi qaytib ketdi. Kapi kelib o'zining demini evagandan keyin qo'lidagi teriga ko'z yugurtibdi. Asta kapning bir bulung'i kelib, yerga qo'ygandan keyin terini ichibdi. Bu necha qatlagan teri bo'lg'ashqa, ustidagi bir qitini asta qayirib ichibdi.